Assalamu alaikum Uyghur Hapligi ko'rmanlari programmamizga xush keldinglar. Mehmet To'xtatavullah efendim. Siz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Sen hoş geldin. Rahmat. Nima Arabda sizlar hafta oxiri qilyotdik bugun endi bundan keyin dushanbaga to'g'rinib kelyotdi buni. Sizlar to'g'ri tushunasizlar ba'zida vaqt oldi keyin bo'lib qo'yotdi. Şu tahir vaqt qilmayotimiz go. Faaliyetlar ahirga yig'ilib qilib. To'g'ri. Onundan beri kimde yana degandek mahab oldin qaptik programma nayt yaxshi ko'rildi. Biz nayt nima qildik? O'zimiz bir neymiz bizga bir energiya bo'lgan bo'ldi. Nusti xeli ko'p odam qo'shqan bo'pti degandek inkaslam xeli yaxshi yomon emas. Bo'tdi. Endi keyin yanılan bizni qo'shib elishinglarni agar bizniki mazmunlardan foydalanayotgan bo'lsanglar yaqinlaringlarga avatib yo'llab qo'yishinglarni tubanchilikdan so'raymiz. Endi o'shalarning programmamizni boshlab ketamdik. Sizdan bir ta'kidlaydigan boshqa bir masala. Boshlab ketaylar. Meniki bir lam nuqtamni azroq qistirib qo'ydim. Xo'sh. Bugun İstanbul'da Teknomakan Uyghur Neşriyatı'nın kurgucusu Abdülcelil Turan Efendimiz'in faaliyetlerine, hayatını bir hatırlaş, esleş faaliyeti bulup öttü. Bunu chet eldeki bir 7-8 teşkilat birleşip ötküzgen ama asası cemaat erbapları, tədqiqatçılar, alimler iş kılıp chetden kelgan mehmonlarning xiliba asosli İstanbul'daki peshqadamlar jamoat erboblar hamsi yig'ilgan bir faaliyet o'tkazildi. Men bu faaliyetga qatnashdim. Tunugun akşam şu faaliyet tüpeyildinmi bu programmani tunugun qilamadik. Faaliyet nayt yaxshi o'tdi. Men ham de bu yerda şu Abdülcelil'kamniki faaliyetlerini yana bir qator muayyanlashtirib Uyg'urlarningki yo'qolib ketayotgan kitoblarini, asarlarini chet elda saqlab qilish uchun ko'rsatgan tirishchanliklariga afrin aytaman, uzun umr tilayman. Allohdan ajr tilayman qilgan xizmatlariga. Bu faaliyet nayt yaxshi bo'ldi. Menimcha shundaq qadrli kishilarimizningki xizmatlarini, tuhfalarini hayotida muayyanlashtiradigan faaliyetlarning bo'lishi nayt ahamiyatlik. Mushuni bir esletiş bilan boshlab ketsak bo'ldi. Endi ish kapitaning yoqi Suriyani bekroq markazlashgan bir temalarni qilib kelgan to'q. Bu haftami bor, ammo qisqaroq to'xtalamiz. Undan burun Kanadaniki, ya'ni o'zimizniki, Xitoyniki, Kanadadagi ikki tashkilotlarga jazo berganligi. Birisi Tibetning, birisi Uyg'ur tashkiloti deyman. Bu to'g'riliq bir nimba xabarlar chiqqan bo'ldi. Endi buningga o'zingizning nuqtai nazardan qarag'ash bir ochiqlik beramiz. Uning oldida bir Kanadami bir Xitoyningki ba'zi bir shirkatlarga, nimalarga, ba'zi odamlarga jazo bergan deymi o'tgan oldida. Shuni to'g'ri. Xitoyning bu hafta qilgani amniyatda Kanadaniki oldin haftalarda Xitoyga qo'ygan jazosiga qaytgan bir inkos. Xo'sh. Tilg'ab o'tgan buni. Kanada hukumati Xitoydagi kishilik huquq dafsandachiligini tanqidlash uchun va uni qarta bir mas'uliyat surishtirilish uchun Sharq Turkistondagi, Tibetdagi Xitoy amaldorlarini asos qilgan holda 7-8 kishiga jazo bergan. Bular asosida Xitoyning yuqori qatlam kadrları pensiyaga chiqqan yoki vazifasidan olib tashlangan burungi rahbarlarni asos qilgan. Xitoy buni qarta bir inkos qaytarish, buningdan o'ch olish maqsadida bu hafta Kanadadagi ikki ommaviy tashkilotga jazo e'lon qildi. Buning biri Kanadadagi Mehmet To'xta efendim boshchilik qilayotgan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash jamiyati. Yana biri bo'lsa Kanadadagi Tibet teşkilatı, Tibet kişilik hukuk komiteti deyme, shundaqroq ismdagi bir Tibet teşkilatı. Endi Xitoy Kanadadagi ommaviy tashkilotlarni
jazolash obyekti qildi. Buningdan men Xitoyninki biraz ojiz o'rinda ekanligini his qildim bu Kanada Xitoy munosabatidagi etishishda. Buni o'zaro etishsak hamda urush desak, bunda Xitoy tarafniki biraz passivlikni ko'rishga bo'ldi. Nimishqa deganda asli udul etishadigan ish bo'lsa, Kanada Xitoyninki siyosiy arboblarini nishonga olganligi uchun Xitoymi Kanadaning siyosiy yo'llarini nishon qilish kerakdi. To'g'ri. Lekin Xitoy taraf Kanadadagi ommaviy tashkilotlarni nishon oldi va nuqtaliq qilib Uyg'ur va Tibet tashkilotini, ya'ni Xitoydagi kishilik huquqi dafsanda qilingan millatlarning haqlarini so'rishti qilayotgan, buni qo'g'dayotgan tashkilotlarni nishon oldi. Buningdan Xitoyninki yanada Kanada siyosiy sahnasi bilan yoki Kanada hukumati bilan tag'mida qarshilashib qilish niyatininki bek yo'qligini ko'rib olamiz. Endi Kanadaninki Xitoyninki bir qancha amaldorlarni kishilik huquq nuqtasidan jazolashimi meni biraz hayron qoldirgan. Chunki Kanada bilan Xitoyninki munosabati shu siyosiy jihatdan, kishilik huquq masalalari jihatdan davolg'ish ichida bo'lib kelinlik. Biz oldingi programmalarda so'zlagan Mingvanju voqeasi, undan boshqa masalalarni tilga olib o'tgan. To'g'ri. Endi bunday ahvolda Xitoyninki amaldorlarni jazolash Xitoydan bunga qarata bir inkos yoki bir o'chilishni keltirib chiqaradiganligi Kanada hukumatining hisobotida bor. Buningdan men shuni his qildim, balkim Trumpninki Amerikada hokimiyatga kelishi va uningki Xitoyga qattiq qo'llik qilish, Xitoyni iqtisodiy jihatdan jazolash irodasini ko'rgan Kanada Amerikaga yaqinchilik qilish uchun Xitoy bilan bo'lgan siyosiy munosabatni qasddan buzyotgandiki degan bir tuyg'u kallamga keldi. Ya'ni hozir Amerika, Kanada bilan Meksikani chegara masalasida sen chegarangni yaxshi qo'ydimi deng. Amerikaga kelgan ko'chmanlarni sen kirgili qo'yding deb ayblayotgan bir vaziyatda. To'g'ri. Ular Amerikaga taqamo yaqinlashish, Amerikaga xushomat qilish yoki boshqa ma'noda aytganda shu maqsadda Xitoy bilan bo'lgan munosabatni biraz yirikleştirishni, buzishni o'ylashayotgan bo'lsa kerak deb qaradim. Shunga Kanada Xitoyninki siyosiy amaldorlarga jazo yurgizdi. Xitoy buningga qarta o'chilish uchun hamda Kanadadagi ikki ommaviy tashkilotning, ishchi huquq tashkilotini nishon oldi. Yana buningdan yig'ib aytganda hamda Kanadaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni kishilik huquq dafsandachiliklarga ko'z yumgan asosda bek tamamen passiv holda davomlashtirish niyati yo'qligini, ammo Xitoyninki Kanada bilan bo'lgan munosabatni buzishni xohlamaydiganligini ko'ra olamiz. Ya'ni Kanada qattiqroq urdi Xitoyni, ammo Xitoy Kanadaga bo'shroq mushatdi. Chunki Xitoyga nisbatan yana bir oydan keyin 20 kundan keyin taxtga chiqadigan yangi Trump hukumati eng muhim bir masala. To'g'ri. Shunga Amerikaning yaqin ittifoqdoshi bo'lgan Kanada va boshqa davlatlar bilan munosabatni taxami buzilishni o'ziga foydasiz deb qaragan bo'lsa kerak. Shunga Xitoy bu masalada biraz o'zini tutib oldi deyishga bo'ldi. Oldingi qatimliq Mingvanju voqealari va boshqa voqealarda Xitoy Kanadaga bekrak qattiq inkas qaytargan. Xitoydagi Kanada fuqarolarini tutqun qilib almashtirgan bunichu. Ya'ni mundaqcha aytganda normal davlatdek emas, bir qaroqchi tashkilotdek muomala qilgan shu vaqtda. Ammo bu qatim biraz yumshoq.
Eşekki küçüğün yetmesi ur toqum ne degan şekildeki. Dal to'g'ri. Yana bichara biz Uyg'urlar, yana Tibetlar bo'lgandikan shuni. Ha, dal to'g'ri. Hamda bunimi biroq deyishib o'tgan Ama bo'ldik. shundoq bo'lsa-mu, Xitoyninki bu Kanadadagi ommaviy tashkilotlar qaytgan inkası cezası yeni Kanada siyasi yollarının Kanada'daki hükümetinin güçlük narazılıkını kozgudi, karşılıkını kozgudi. Şuna bu xil meselelerini çördügen halde Kanada ile Xitay'nınki siyasi münasebetininki ma'lum derecede bozulduğanlığı iniq. Ama Kanada tarafı bunu bilmemdi, biledi. Şuna bence yeni devirge tayyorlik qilayotgan bo'lsa kerak. Asta bunundan keyin bu ahvolniki teg'imi cho'ng'iydiganligini bildirdi demoqchi bo'lsiz shundaqda. Yoki davomlashadi demoqchimi? Shundoq bo'lishi mumkin. Endi mushunga aloqador bir tarmoq savol. Hem ikki bir Kanadada yani Uyg'urlar Tibet ikki tal tashkilotga jazo yurgizgan bo'ldi. Bu ularga nisbatan yani aş tashkilotlarga qandaq bir to'sal qilib kelishi mumkin sizcha? Bu bir Bu Xitoyning jazosi asosligi nimani o'z ichiga olganchu? Bu tashkilotdagi ishchi xizmatchilarniki yoki asosligi shu yerniki mudiriyatdagi kishilarniki tizimligini olibdi tashkilotniki to'rbetiga kirib meni his qilganim. Shunga jazo beribdi. Bu jazo beraylik Kanada bizga bergandikan bizim bu jazo beraylik deb o'ylab shuni ular kimga bersak bo'ladi degandikan mushunaga beraylik debchu. Chunki shu aloqa mudiriyatdagi odamlarniki tashkilotniki maslahatchilari bu nazoratchilar deganda kishilar tizimligini aplam shularga jazo qo'yibdi. Endi bu jazo asosiga nimalarni o'z ichiga oldi desam, biri Xitoyni ziyorat qilolmaslik, viza bermaslik. Yana biri Xitoydagi mol mulkini to'g'ritish. Endi bu tashkilotlardagi asosiy Uyg'ur faoliyatchilar yoki Tibet faoliyatchilarininki Xitoyga bormasligi aniq. Bularninki Xitoyda mol mulkining bo'lishi notayin. Shundoq ekan bularga ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo bu tashkilotninki mudiriyat hay'atidagi nurg'un chet elliklar bor bu yerda-chu, tadqiqotchilar, Uyg'urlarni, Tibetlarni qo'llayotgan tadqiqotchilar, siyosiyonlar yoki faoliyatchilar bor. Endi ularninki Xitoyga berish ehtiyoji bo'lishi mumkin yoki ularning Xitoyda mulki bo'lishi mumkin, uni bilmaymiz. Agar shundoq bo'lsa, ularga ta'sir ko'rsatadi. Xuddi nima deymiz? Oldin qaysi bir oy burungi programmamizda deyman, bir programda agar xohlasang nimaga Aziz Altungimi agar nima qilgan bo'lsang nimaga Xitoyga ziyoratga seni taklif qilamiz bu desa bu odam nima boshqa davlatga iltijo qilgan odam tursa qanday bora oladi degandek bir ish yo'q. Nimaniki avvaliga Xitoyninki tadqiqotchisi Gavninki gapi nima Mahdi Hasanning programmasiga gapni qilyapsan. To'g'ri. Endi buningga endi yana bir tarmoq savol. Balkim menchi bo'lgan chog'da yana bir qitim hamda bir mediaga bularniki jazo berishi bilan birga balkim mediaga yana bir qator chiqib olgan bo'ldik deb o'ylayman. Azdir ko'pdir qiziq to'xtaga erishdik deb o'ylayman. Undan boshqa bizga qanchalik foydasi bo'ldi? Ya'ni bu jazo berishninki-chu. Jazo deganning foydasi shu sen degandek shu mediaga chiqishdan boshqa foydasi bo'lmaydi unda. Jazo deganning ziyni bo'ladi. To'g'ri. Demak endi foyda o'tgan jazo deganning ziyni bo'ldi. Ammo uningki tashkilotninki nimasini o'rnini ko'taradi. Bu tashkilotlarninki masalan Uyg'ur kishilik huquq nimasi desak, qurilishi desak, Kanadadagi Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi desak, bu tashkilotni nurg'un kishilar taniydi, Xitoyning sirtidagi ishchiligi. Hatto bizning vatandagilar anglaydi, taniydi. Bu ma'lumotni aytganda shularning xizmatiga qilingan bir muayyanlashtirish, bir baho hamda-chu.
Çünkü düşmanın sana hücum kılışı seninki dostların arasında şöhretini götürüdü. Şu sen degandek teşvikat önemi buludu. Ondan keyin shularning xizmatininki Kanadadagi faaliyetçiler arasında, siyasiyolar arasında, belki medyalarning arasında inovatini götürdü. Elbette bu yana o'xshash vaqtda bazı salbiy taraflarini keldi. Masalan, ba'zi tadqiqotchilar, muxbirlar yoki qo'llovchilar ulardan qochishi mumkin. Doğru. Bay degandek Xitoydagi manfaat, Xitoyga berish ehtiyoji bor kishilarga nisbatan bu salbiy xabar. Hem de buna muşinçik toxtalayla. Hı hı. Toxtattım ha. Keyingi temamiz Keyingi temamiz İsrailyaniki ma Yemenni bombardıman qilishi. Bo'ldi. Endi bu nimani ko'rgandan keyin men bir İsrailning bir nima arablar bilan bir 6 kun urushi deydigan bir nimasi bor emasmi? Shu narsa yadim keldi, chunki birisini nima qilib bo'lib, birisini 60. yillardagi 60-yillardagi. Yani hazır İsrail'e etrafındaki devletlerin palach holat küçük gelişinden bilen bir-birlep etrafındaki nimelerni mesela tazavvatu deb qarayman hamda bir-birlep. Hamda bu yerga nechaqna İsrail'e to'g'riliq nima qo'ygan, ammo Yaman to'g'riliq jiq to'xtalmagan to'q. Yaman to'xtalmagan, to'xtalib qo'yaylik chunki bu hafta qizidi u yermi? Bunun qarata bir ko'z qarashlaringizni to'xtalib o'tamsiz. Bu Yamanni urushiga nima sabab bo'ldi? Buning bilan nimaga erisha oladi degandek. Shuni o'xshatdan qaraylik. Endi Yamandagi bu vaziyatdagi yomonlashishi bu 2000-yillardan boshlab kelayotgan bir jarayon bu-ku. Xo'sh. Hozirgi Yamandagi asosli hukumatni kontrol qilgan yurtchi kuch Husiylar. Doğru. Husiylar bu 1990'larda meydana kelgan bir hem dini hem siyasi bir kuch. Qurolliq hem dini ve siyasi bir kuch. Bular asosliqi shu Yamandagi Yamanda asonliq hisoblanadigan Zeydiye mazhabiga qarashliq Shialar. Bu Husiylar hozirgi Husiylarninki ismi, bunun qurg'uvchisi Hüseyin Husiy degan kishininki ismidan kelgan. Bunun hozirgi rahbari Abdulmalik Husiy. Endi bular Zeydiye mazhabiga qarashliq. Bu Zeydiye mazhabi degan İmam Hüseyinninki nevrisi Zeyd ibn Aliga bog'langan bir mazhab. Yana mundaqcha aytgan chog'da bu Husiylar Shialarning bir tarmoqi. Şunu bular hamda izchil İranning qo'llashiga erishib kelgan va İranninki İsrailga qarshi qarshilik ko'rsatish chambriki yoki qarshilik ko'rsatish markazi deb atayotgan shu markazninki shu chambarninki bir qanoti bo'ladi. Xo'sh. Livandagi Hizbullah, G'azzadagi Hamas, Iroqdagi Shialar, Suriyadagi Esed hakimiyeti ve onunki içindeki Nusayriler, ondan keyin bu Yamandagi Husiylar. Bular İranninki şu İsrailga qarshi oldingi sepamiz-ku. Xo'sh. Shuningga bular İsrailga bilan bo'lgan to'qinishga urushga aktiv qatnashib keldi. O'tgan bir qancha yildan buyon bo'libmi o'tgan yili 7 oktyabr G'azzadagi hücumdan keyin hozirgacha izchil qatnashib keldi. Endi navbatdagi İran Husiylar bilan İsrailning to'qinishiga kirishdan avval azroq Yamandagi bu Husiylarning tarixiga bir qarab chiqaylik, chunki biz bu programmada davomli so'zlamaydigan bo'lg'achqa bu temani-ku. Xo'sh. Shunga bir ma'lumot berish zarur deb qarayman. Doğru. Endi bu Husiylar degandek 90-yillarda maydonga kelgan bir diniy siyosiy tashkilot, lekin qurolliq tashkilot. Bular burun Yamanninki sobiq
hükümeti, Salih hükümeti desek oldu. Bu Salih hükümetiga karşı öktücü güçtü. Özünki hukukunu, imtiyazını talep kılgan bir öktücü güçtü. Ama bastırılıp gelgen hükümet taraftan o çağdaki hükümetini Suudi Arabistan kollayıptı. Sünni hükümet. Sünni dediğimiz nokul dini emas hem de seküler bir hükümet. Lekin Sünnilerni asas kılgan. Şuna Saudi'nin kollaşığı ega bu şundaq bir hükümetti. 2011'de Arap Baharı partladı. Bunu hemmeyle bildi. Otur Şerik'ten diktatör Arap hükümetlerine karşı kozgulan kötedi. Bu kozgulanda Yemen'de mi halk koçuğu çıktı, kozgaldı. Husilaga fırsat geldi. Husila şunun bilen Yemen'de asaslık bir siyasi güç olup oturuğa çıktı. Şunun bilen Yemen'ninki şu vaktiki prezidenti Salih amalsız hukukni o'ziniki muavini Hadiga o'tkazib berdi. Şu Salih Hadi degan gaplarni shu jiq anglaytdik Yemen to'g'risida. Hadi hukumatiga topshirib berdi. Endi Hadi taxtga chiqqandan keyin Salih taxtga tushdi, ammo uninki taxit tamasi tugamagan. Shuni bilan 2015ga kelganda bu sobiq prezident shu vaqtdagi Salih o'zininki qo'llovchilari bilan Husilaga qitilib ketdi. O'zininki burunqi raqibi hamda-chu. Burun bostirgan Husilaning sepiga o'tdi bu Salih-chu. Şunu bilan bular Husila shu Salih bilan birlashib hokimiyatni tortib olmoqchi bo'ldi. Hatto poytaxtga qistab keldi. Shuni bilan Saudiya Arabiston buningga chidamay darhol Arab Birlashma Xalifaligi Kuvayt degandek Saudiyaniki motor tarafda bir qancha huquqlari bor. Shundaqmi? To'g'ri. Bu musulmonlarning bir qo'g'dug'uvchisi, ya'ni atamani bo'lish sifati bilan. Bir qancha huquqlarini yoki chaparmanlarini keyni kelib Amerikaninki hatto Isroiliyaninki qo'llashi bilan, yandan qo'llashi bilan bir ittifoq birlashma armiya qurdi. Bu birlashma armiya shuni bilan Saudiya Arabiston boshchiligida Yamanga hujum qildi. Bu hujum 2015dan tortib 2022gacha ilib berildi. Asosiy havo hujumini asos qildi. Ba'zi vaqtda quruqliqdanmi ichkirilab kirdi. Hatta ba'zi vaqtda bu Husila Saudiyaning ichiga ichkirilab kirdi. Saudiyaning ichiga havo hujumi qilib, Saudiyani xila avar qildi. Shuni bilan 2022da BDT araya kirib bular yarashdi. Yarashdi degan urush to'xtatdi hamda-chu. Endi bu Yemendagi bu ichki urushda Saudiyaning sirtidan qo'llayotgan hukumat bilan Husila o'rtasidagi urushda hozirgacha 200 mingdek odam o'ldi hamda-chu. 160 ming davatida taratqular 200 mingdek odam o'ldi. Hamda hozir bu Husila Yemenniki poytaxtidan tortib asosli Yemenning g'arbiy shimolini bular kontrol qilganlik. Asosiy rayonlarni bular kontrol qilganlik. Xalqaro jamiyat e'tirof qilgan Yemen hukumati hozir hamda muqim prezidentimi yo'q. Aciz bir holatda Yemenniki bir port shahri Aden degan yerga qisilib qolganlik. Bular 8 kishilik bir kollektiv shaklda, komitet shaklda boshqarilyotdi. Xo'sh. Yani aciz holatda. Bu Yemenniki dunyo e'tirof qilgan hukumati. Ammo bularning kuchi yo'q. Saudiya Arabiston qo'llayotgan bu hukumatlarning kuchi yo'q hozir. Yemendagi asosiy kuch Husilarning qo'lida. Bular Yemenda xalqaro jamiyat garchi e'tirof qilmasimi hozir, ammo Ironning qo'llashi bilan Yemenda asosli hukmron kuchga aylanib bo'ldi. Demak, endi Yemendagi sunniy va shia to'qinishida shialar qanday qildi? G'alaba qildi degan gap. G'alaba qildi. Saudiya Arabiston utdi, Iron utdi degan gap endi-chu. Nimani o'qib aytganda.
ideologiya jihatdan yoki geopolitika jihatdan aytgan vaqtda. Xo'sh. Endi bundaq bir vaziyatda bu Husiylarni İran Saudiya boshchiligidagi sunniylarning ta'sirini to'slash va tozalash bilan birga İsroilga qarshi qo'llanyapti hamda. Shuning bilan endi mana yangi vaziyatga kelsak, o'tgan yili G'azzada urush boshlangandan keyin İran o'zining O'rta Sharqdagi barliq nimalarini çaparmenlerini demdok. Xo'sh. Çaparmenlerini qo'l ostidagi kuchlarni İsroilga qarshi safarbar qildi. Bir tarafdan Hamasni qo'llaydiganligini bildirib, uningga yordam berishga tirishsa, yana bir jihatdan İsroilning diqqatini chechish uchun Hizbullah Livandan İsroilga raket attı. Yana bir jihatdan bu Yemen'deki Husiylar ağırlık musafir icra buluşu qarmay İsroilga bevosita ballistik bombalar bilan hujum qilgandan sirt asosiy Qizil dengiz va Adan portida Bo'g'ozda İsroilga va Amerika Angliyaning kemalariga hujum qildi. Bir qancha hafta oldida Amerikaning bir aeroplani tushib ketdi. Bu aeroplanni Amerika texnikalik sababdan o'zimizningki kemasi o'zimizning odamlarni etib tushiribdi deb ayıp etib saldi deb bundaq bayonot berdi, ammo Husiylar biz atdik dedi. Uning oldida nurg'un davlatlarningki paraxodlarni, kemalarini tutqun qilganlik xabarlarini biz to'liq ko'rdik o'tgan bir qancha yil mobaynida. Endi bu chaqchi Amerika va Saudiya Arabiston boshchiligidagi Birlashma Armiya, undan boshqa İsroilga pat-pat bularning nishonlariga hujum qilib kelgan, zarba berib kelgan. Ammo İsroilga asosiy nishonni yenilam G'azzaga qaratgan bo'lg'achqa, bularga ancha-muncha zarba berib qo'ygandan sirt diqqatini yig'ib bo'lolmagan. Endi o'tgan hafta İsroilga Yemendagi biri Sana'dagi aerodromni bombardimon qildi, yana biri elektr stansiyasini bombardimon qildi va Netanyahu o'chiq qilib, endi navbat sana keldi dedi. Buning ma'nosi nima degan gap? Bir-birlab G'azzani bir taraf qildik, Hizbullahni bir taraf qildik, Suriyani bir taraf qildik. Çünkü Suriye'deki Esad hakimiyeti İran taraftaydı. İsrail'e karşı bir hakimiyette. İsrail'e bir taraf kıldık. Hem de nöbet sanki geldi demekçi. Demek hem de Yemen'deki Husiylar bilen İsrail'e resmi tutuştuğun vakti kelgendek. İran mı özü bir vasıta İsrail'e bilen oturguçtan korkuduğun bu açıka hem kuchimiz yetmedi hem de onu ko'rdik. Bevosita ballistik bombalarni atdi, lekin tek güzelmedi. Hem de İran'daki hava kuchi yo'q. Eng yomon yeri. Hava armiyasi yo'q. Hava armiyasi bo'lmagan bir davlatniki bugungi dunyoda haqqa poatishi pek kulkilik bir narsa-ku. Bundaq ahvolda shuni shundaq chaparmanlarni oldiga chiqarib qo'yib, o'zi keyinda turib İsrail'e, Amerika'ya popozluk kılıvatıdı. Ama İsrail'e ve Amerika'nınki hatta Suudi Arabistan'ınki hava kuvvetleri var. Ama bulağa bir vasıta havadan zerbe bilemeydi hem de yetişemeydi. Ama bu kadar hem de İsrail'e Yemen'e dikkatini burgandek kürnüvatıdı. Eğer Netanyahu degendek eğer nöbet Yemen'e kelgan bo'lsa, o'chaqda Yemendagi Husiylarning nishonlarini bundan keyin texnik keng ko'lamda bombardimon qilishi mumkin va buningga parallel holda
Husilamot İsrail'e qartib bevosita raketa, bomba, uçqusuz aeroplanlarni etishni davomlashtirishi, kuchaytirishi bu u jihatdan ilgirlash hosil qilinmasa, shu Qizil dengizdagi Adan porti Adan bo'g'ozi atrofidagi rayonlarda kemalarga hujum qilishni kuchaytirishi mumkin. Bunun kendi oqibati nega boridi? Bu intayin xatarlik bir vaziyat. Amerika o'tgan 20 yildan buyon O'rta Sharqdan chiqamiz, Sharq qaytamiz deb qaytib bo'lolmadi. Ya'ni Xitoyga markazlashib bo'lolmadi. Trump hozirmi biz O'rta Sharqdan chiqamiz, shu yerga ketamiz deyapti. Xitoyga markazlashimiz, kuchimizni Tayvan bo'g'oziga yetkazamiz deyapti. Ama O'rta Sharqda İsrailning mavjudligi va uningga bo'lgan bu xil tahdidlar Amerikani bir xil shaklda bu rayondan chiqqili qo'ymayotdi. Shunga agar vaziyat bundoq taraqqiy qilsa, Isroiliya Yamanni betaraf qilgandan keyin Ironga hujum qilishni ko'zlayotdi. Agar degandek Isroiliya bilan Iron o'rtasida bir urush yuz bersa, Amerika yana chiqolmaydi bu rayondan. Xo'sh. Iroqqa bir kirdi, 10 necha yilda chiqdi, Afg'onistonga bir kirdi, 20 yilda chiqdi. Agar Ironga bir hujum qilib qolsa, Isroiliya bilan Amerika birlashib, Amerika birlashgan taqdirda agar Isroiliya kirib urushga, Isroiliya ojiz kelib qolsa, Amerika majbur kiradi uningcha. Chunki Amerikaningki Isroiliya uchun ulab berdiganligini biz bilamiz. Shunga yana Isroiliya, yana bu rayonga Amerika çaplışıp kaldığandek. Netanyahu uçuk davatıda bu güçlerinin keynide, Yemen'deki Husiler olsun, Hizbullah olsun, hemmisinin kendi İran davatıda. İran halkını toxtamay küşkürtüvatıda, isyan götürenler biz silahını sırttan kollayımız da. Amerika'ya davamlıq davatıda İran hücum kılsak oldu. Ya ben hücum kılay, sen keynimden kollap begin, ya ki sen kılgın, ben keynimden mahi depçim. Xo'sh. Ama Amerika onu mağlaq. Şu bu Yemen'deki bu xil vaziyat İsrailiya bilan İran'ınki, Amerika'nınki bevosita urushni keltirib chiqish ehtimoli intayin yuqori. Chunki bay deb o'tgandek Isroiliya hozir bir-birlab bu İran'ınki oldingi sepini tarmarqib tugatdi. Endi İran nuqtasini elib aytgandami biz burunmi degan buni. İran bir xil aqlsizlik ish qilyotdi. Ya'ni bir xil pek mantiqliq emas İranning qilayotgan ishlari. Bu o'z ichidan kuchlik emas. Kuchlik havo mudofaa kuchi yo'q, havo armiyasi yo'q. O'zining prezidentimi 79'dagi ishlangan qota tikchorg'ida o'ltirib ulab ketdi, parchalarga tap o'sibchi ko'di. İçki jihatdan xalq tarafidan norozilik va har 2-3 yilda bir qatim namoyish cho'ng ko'lamli norozilik bo'lib turadigan bir davlat. Iqtisodiy ahvolimi barbod, hozir yiqilg'u, hatto Iron chiqadigan bir davlat bo'lishi qaramay, elektr u bu aslahani ishlatilmayotganlik xabar chiqyapti hozircha. Xalqini to'q bilan ta'minlanmayotganlik. Bundaq ahvolda bu bir davlatniki Hamas, Hizbullah, Suriyadagi Asad, Iroqdagi Shia kuchlari, ondan keyin bu Yamandagi bu Shialarni qo'llab, bularning keyinda turib, bularni tashkillab Isroiliya, Amerikaga, Saudiya Arabistonlarga qarshi kuch ko'rsatishi, davomli o'zining generallarini shu yerga avatib urush qo'zg'ishi. Bu urushni qo'zg'agandimi, biroqlam shiddatli bir holatda qo'zg'ab Isroiliyani hozirtish o'rniga o tarafdan bir tal raketa etib qo'yib, bu tarafdan bir tal bomba tashlab qo'yib, orqadan Isroiliyaniki bir-birlab hammani joylashiga vaqt berib, fursat beribchi. Bunda qilishlari menga pek bir mantiqliq, bir aqlliq bir harakatdek tuyulmaydi. Endi buningki sababini men shaxsan endi shu aqlsizlik, dötlik emas da hamda g'ayri aqliylik bilan munosabatlikniki deyman. Ya'ni bu yerdagi g'ayri aqliylik deganim hamdachi
Kallamızın işleş farkı okşamaydı okşaydı demekçi. Dini göçmenlik yoki diniy hissiyotninki strategiyalarga aralashib hamda çok. Xo'sh. Yani mesela biz bir plan tuzgan vaqtimizda, yani çukumuzda bor pulga, bilikimizning kuchiga, iqtidorimizni qarab turib tuzsak, aqliy bo'ladi shundaqku. Xo'sh. Ammo biz uni haliqi e'tiqodimizga, iymonimizga, andin dinimizga, oxiratligimizga degandek ma'naviy narsalarga tayanib turib tuzsak o planni, o hissiy bo'ldi shundaqku. To'g'ri. Endi buning hissiy bo'lishi uningki haliqi ma'naviy jihatdan, to'g'ri xatolik jihatdan uning masala borligini ko'rsatmaydi. Ammo reallikqa mos kelmaydi-da bu vaqt kelganda. Uyda so'qqan cho't bozorga mos kelmaydi. Endi Iron nimadan bo'lmasin bir teokratik diniy hokimiyat bo'lganligi uchun Shia mazhabini asos qilgan bir hukumat bo'lganligi uchun uning qonuniyligi ma'lum ma'nodan aytganda Shia ideologiyasini taqitishga va Yahudiy o'chmanligiga tayonganda shuni u majbur o'z ichidan hamda Isroiliyaga qarshi turishga majbur. Chunki butun so'zlamlari, bayonlari shuningga asoslangan. Shunga Isroiliya rayonida kuchayib, uningki ta'sir ostidagi rayonlarni bir-birlab cho'ktasa, bir-birlab uningga hujum qilsa, u qarab turolmaydi-da hamda. Unda qilsa ideologiyalik jihatdan qonuniyligi yo'qaydi. Ondan keyin Shiyalar bilan Sunniylar kurashidimi bu davomli Shiyalarning kengda turishga majburchi bu. Mayli Suriyada, Iroqda, Yamanda. Chunki buning qonuniyligining manbasi yana Shiyalikni yeyishga asoslangan. Chunki uning nisbatan Shiyalik haq, Shiyalik birdan bir to'g'ri, Sunniylar Qur'on ko'tarib olgan kofirlar. Mushtaq bo'lgandan bular hamda bu yukni yoki bu rehberlik qilish tamasini o'zining iqtidori kuchining yetmasligiga qaramay ustiga elib olgan. Xudoligi sunniy kuchlarchidan bor bu haliqi amaliy iqtidori qaramay haliqi xilofat quramiz, haliqi islom ummatini birlik keltiramiz deb harakat qiladigan tashkilotlar. Davlat oldiga kelganlarmi bor buning ichida masalan Tolibondek yoki şeydek Suriyadagi. Ammo yana oxirida o'shlar kuch yetmaydiganligini his qilib milliylikka qarab ketyapti. Lekin aslidagi nishoni shu tamda-chu. Shunga Ironningki bu xil g'ayriy aqliyligining keyinida o'sha diniy hissiyot, orzu, havas, qonuniylik, mushular yushirilgan qonuniylik ehtiyoji, o'shalar yushirilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman, lekin Iron strategiya jihatdan burun g'alaba qilgan sunniylarni yengishda rayondagi sunniy davlatlarni bo'lib Saudiya Arabistonni Iroqdan, Suriyadan, Yamandan qo'g'lab chiqarib ta'sirga olishda g'alaba qilgan, ammo Isroiliyaga taqobil turishda mag'lub bo'ldi. Ya'ni Saudiyadek yavaş emas Isroiliyachi. Endi Amerika bo'lgandan keyin shunga bu Yamanda, Iroqda, Suriyada keyin Livanda, Iroqda, Suriyada yengildi. Endi Yamanda Yamanga keldi navbat. Ko'ramiz. Ya'ni Isroiliyaga yengildi. Bu xil yengilish ayni vaqtda, o'xshash vaqtda Saudiya Arabistonining manfaatiga uyg'un. Saudiya Arabiston bir tarafdan Shiyalarning ta'sirining paslanganligidan mamnun, yana bir tarafdan jihodiy islomchilarning g'alabasidan yana andishilik. Chunki o'zi podshohlik tuzumidagi bir davlat emasmi? Hem Amerikaning ittifoqdoshi shunga ularni Al-Qoidaga o'xshash tashkilotlarni og'dirma deb o'ttirg'i chiqqan. Boshda hamkorlashib, keyin og'dirma deb o'ttirg'i chiqqan. Shunga Shiyalarga taqobil turishda bular foydali, ammo o'zining hokimiyatiga kelgan chog'da xavf. Chunki Saudiya Arabiston hozir bag'ansiri sekularlashayotgan bir davlat. Yevropalashayotgan, g'arblashayotgan,
Qizlarninki, o'g'illar, ayollarning kiyinishigi cheklamini elayotgan tadrijan. Yoshlarning ko'ngil achishlariga bara yo'l qo'yayotgan mundaq bir davlat. Hatto Yevropaga, dunyoga o'zini O'rta Sharqni Yevropasi qilib ko'rsatayotgan, va'da berayotgan bir yo'nalishda ketyotidi. Bunday ahvolda asliyatchi islomchilar bilan yana ular kesishmaydi. O'zining davlatidagi nurg'un diniy olimlarni, islohotga qarshi kishilarni turmalarga sulyapti. Bunga norozi bo'lgan kishilar albatta bor. Shunga bu tarafdan ansiraydi, ammo shiyalarga taqobil turishda Isroiliyaninki Amerikaninki harakatidan memnun. Yani bu yerda shunday bir tanlama bor. Bu tanlamaniki bir tarafi eg'ir bosdi, yana bir tarafi yengillashidi. Shundoq. Şu anda bu qatimqi Yamanninki vaziyatini yig'inchoqlasak, Yamandagi Husiylar, Yamandagi hozirgi asosiy kuch Shia Zaydiya mazhabiga tava Ironning qo'llashida. Bular ham Saudiya Arabistonga dushman, ham Isroiliyaga dushman. Isroiliya bilan Saudiya Arabiston bularga qarshi turishda, taqobil turishda tabiiy ittifoqdosh hisoblanadi. 2022 Saudiya Arabiston boshchiligidagi kuchlar bilan bu Husiylar o'rtasida urush to'xtatish kelishimi tuzilgan bo'lg'achqa, hozir bular o'rtasida urush yo'q. Ammo o'tgan yili Hamas Isroiliyaga hujum qilgandan keyin boshlangan Isroiliyaning G'azzaga qarshi urushida Husiylar Isroiliyaga qarshi maydonda turgan va pat-pat Isroiliyaga hujum qilgan Qizil dengizdagi Isroiliya, Amerika, Angliyaning paraxotlari kimlariga hujum qilib kelgan bo'lg'achqa, bu qatim Isroiliya endi navbati sana keldi deb Irondagi Husiylarni bombardimon qilishga boshladi. Balkim kelgusi bir qancha haftada bu hujum, bu bombardimonlar texmo taraqqiy qilishi mumkin. Demek hem de bunun müşinçik toxtulup dursak, aldığımızda belki bu vaziyetinin taraqqiyata qaratayan toxtulumuz. Ha. Hem de üçüncü bir keyingi sualga kelsak, bu nima bilan Pokiston bilan Afg'onistonning munosabati bir-birini yomonlab qoldimi? Munosabat yiriklashib, Pokistonning havo hujumida 46 nafar Afg'onistonlik o'ldirilganligi to'g'riliq nimba 27 dekabrda mushaklar. Hamda bular hamda hesapda Taliban desek hamda o'zini bir nima davlat, ya'ni islomiy bir davlat deb o'tirg'a chiqaryotdi. Pokistonmi herhalde islom dunyosida belgilik bir ta'sir kuchi bor hamda. Bizga kelgan chaqda islomiylik qo'zg'almagan bilan Falastin kelgan chaqda nihoyat yaxshi gap qila oladigan. İslam dünyasındaki en küçük armiyaga ega davlat deyishga bo'ladi. Endi bunning bir jidilni nim deb qanday o'ylab qilish, ya'ni qaysi nuqtai nazarni o'ylaymiz, qaysi shaklda bo'ldi? Bunga qisqacha to'xtalsangiz, bunun tarmoq savollar bor. Ha. Nima sabab Yani bo'ldi? Pakistan bilan Taliban urushib qoldi desa, nurg'un kishilar hayron qilishi mumkin. Ammo Pakistan bilan Talibanninki arası burundanla hem yirik hem yakın. Yani urushib qolgan er-xotinlardek bir munosabat var Pakistan bilan Talibanning o'rtasida. Ammo Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasida tarixdan kelgan adovat var. Bu masalaga biraz tarixiy nuqtadan qarasak, bu yerda Afg'onistonda qaysi bir hokimiyat chiqsin, Pokiston bilan bo'lgan munosabati unchalik yaxshi bo'lgan emas. Mayli Afg'onistondagi burun podsholar bor davrda bo'lsin, mayli 79dan keyin Sovet ittifoqi bilan ittifoq tuzgan kommunist hokimiyatlar bo'lsin, yoki bundan keyin Sovetni qo'g'lab chiqargan Taliban bo'lsin, konu Taliban, yoki yangi Taliban bo'lsin, 2021da hokimiyatni qaytadan olgan yangi Taliban bo'lsin, kim bo'lsin Afg'onistonda hokimiyatda Pokiston bilan bo'lgan munosabat umuman davlat sifatida yirik. Bunun sebebi
Pakistan, Afganistan chegarasini bu ikki davlat o'zi sızgan emas. Bu xuddi O'rta Sharqdagi nurg'un davlatlarning chegaralarini inglizlar sızganga o'xshash, fransuzlar sızganga o'xshash va shu tufayli urush tugmaganga o'xshash. Ya'ni tabiiy tog' daryolar bilan shakllangan emas, xaritada o'ltirib qalamda sızgan chegaralar bo'lg'achqa buchu o'xshash millat, o'xshash dindagi kishilarni ikkiga ayirib etganchu. Shuning bilan bu sızilgan milliy chegaralar, bu sızilgan nima? Sun'iy deylar, sun'iy siziqlar, chegaralar u yerdagi millatlarning kultur, din va etnik qurilmasiga tamamen zid. Bu sebepten bu xil milliy davlatlarning chegaralari u yerlikdagi xalqlar tarafidan hurmat qilingan emas. Buning bilan markaziy hukumatlar bilan yerlik o'rtasidagi to'qinish davomli mavjud bo'lib keldi. Hamda Pakistan, Afganistan nuqtasidan qarasak masalaga, bular hozirgi chegarani e'tirof qilmaydi. Bir-biriningcha. Pakistan e'tirof qiladi. İngilizlar sızgan chegarani Pakistan e'tirof qildi. Chunki u chegaraning u tarafida Pakistan botdi shu vaqtda. İngilizlar besib olgan Hindiston. Mustaqil bo'lgandan keyin Pakistan Hindiston bilan ayrıldı, ayrım davlat oldu. Afganistan bilan bo'lgan chegara shu İngilizlar ayni vaqtda Afganistan podshosi bilan tuzgan kelishim bo'yicha sızilgan shu siziqda qoldi. Ammo Afganistan taraf bundan norozi. Bu 50-ci yillardan burungi gap, Taliban degan gap yo'q u vaqtda. Nemishqa norozi deganda Afganistanning dengizga chiqadigan yo'li yo'q. Afganistanning dengizga chiqadigan tarafini Pakistan bunda to'saqlam Irongacha tushib ketadi-ku bu. Xo'sh. Balochistondan. Shuning bilan Pokistondagi 50-60 yillardagi bosh ministerlarning shu chog'da biz shu Pashtuston deydi u chog'da, Pashtuistonda bir davlat qursak mustaqil qilib Pokistondan ayiribchu ve şunun yardımıyla dengizge geçilsak deydigan arzuları var. Çünkü bular bundan Pakistan'daki şu Paştularını asas kılgan rayonlarda Afganistan'ın şunun etrafında Paştuistan'da bir devlet kuruşuna otur koygan ve bunu kollagan. Bu tüpeyden Pakistan bile Afganistan münasebeti ne çıkıntı yirikleşken, naçarlaşkan. Ama hazırgacha amalga oshmadi. Bu Pashtuston qurish orzulari unutulib ketdi, qolib qoldi. Ondan Balochiston davomli Pokistonning kontrolligida qoldi. Shuning bilan bu Afg'oniston dengizga echilolmadi, qapsilib qoldi. Ondan keyin endi yaqin kelgusiga, yaqin o'tmishga kelsak, endi-chi yaqin o'tmishga kelsak 79'da Suud Afganistan'a tecavüz kıldı. Yani Afganistan'daki komünist hakimiyet hukuku tutanmagandan keyin Suud'una yardım talep kıldı. Rusya'ya hücum kılıp girdi. Şunun bilen bu Suud Nasret uruşu mezgili özden bilse, bu çağda Amerika Afganistan'da Suud'unu mağlup kılış için Pakistan'ı yeni gıtattı, Saudi Arabistan'ı yeni gıtattı, Mısır'larını yeni gıtattı. Şunun bilen mollamlarını təbliğ qilishga qo'yibdi bütün İslam dünyasida. Suud ateistlerini, kafirlarni İslam diyarı Afganistandan qo'g'lab chiqarmaymiz deb yer shari ve jihad chaqiriqlari boshlanib ketdi. Shuning bilan bütün dunyodan 100 mingdan ortiq mujohid İslam dunyosining har qaysi joylaridan Pokistonga epkilandi. Pokistonning o'zidan shu Afganistan'ın etraflarından 100 ming mücahit tayyorlandi. Şunu olan bular Pakistan'da bazı kılıp, Pakistan'daki şu Karachi, bu degandagi yerlarni bazı kılıp bu Suudga karşı uruş kıldı. Bu uruş 10 yıl davamlaştı. Bu uruşda ahırda
Pakistan, Amerika'nınki vasıtalik, Pakistan ve başka Saudi, İslam devletlerininki bevosita qo'llashiga erishgan Talibanlar g'alaba qildi. G'alaba qilgandan keyin Talibanlar g'alaba qildi. Bular hokimiyatni oldi. Yani Taliban desekmi tas to'g'ri bo'lmaydi ekan, mujohidlar g'alaba qildi. Hokimiyatni oldi, ammo bular hokimiyatni uzun tutolmadi. Ichki urush portlab ketdi. 90 nechida hokimiyatni olib bo'lguncha 95-96da ichki urush portladi. Bu ichki urushda hozir konu Taliban o'tirg'i chiqdi. Bu konu Taliban bilan bo'lgan munosabat yenilam Pakistan hükümeti bilan yaxshidi. Chunki bu kon Talibanmi yenilam nima qilmasin. Shu burun Amerika'nınki Saudi'nin yardımıyla Suudga qarshi urush qilganlarninki avlodlari hamdichu yoki shuningki cho'ristikilar. Shuning bilan bular bosh ko'tarib chiqdi. Bosh ko'tarib chiqib 2001ga kelgan vaqtda Afg'onistondagi Al-Qoidaninki qo'mondonlari, masalan, Bin Laden deyli, en katta o'sha. Bular Amerikadagi 11 sentabr voqeasini keltirib chiqardi va buni boshda inkor qildi, keyin e'tirof qildi. Lekin Amerika buni shularning beshiga kiygizdi. 11 sentabr voqeasini Al-Qoida qildi. Al-Qoidaning katta o'sha Afg'onistonda. Shuning bilan so'zlasak hikoyachiq, ammo qisqa so'zlasak, Amerika Afg'onistonga hujum qilib kirdi. 2001 10-oy, 11-oy. Endi shuningdan boshlab Taliban bilan Pakistanning munosabati buzildi. Nimishqa buzildi? Chunki Pakistan Amerikaning sepiga o'tib, Talibanga qarshi, terrorlikqa qarshi hujum qilishga o'tdi. Shuning bilan Taliban ularni murtad deyishga boshladi. Bizda ayni vaqtda Suudga qarshi urushni qo'llagan, ammo hozir xainlik qildi deb ayblashga o'tdi. Ama vaziyet bağan sıra yamanlaşkan vakitte bir taraftan Afganistan'daki Amerika armiyası, NATO kısımları ve o yerdeki yeni hükümetin koşulları olan bile Afganistan taraftan kıstap gelse, ya da bir taraftan Pakistan armiyası kıstap geldi. Şunu olan bu şekilde Talibanlar hazırki Pakistan-Afganistan çegirisindeki rayonlarga kapsaldı. Pakistan Talibanları degan gap shu chaqda o'tirg'i chiqdi. Ya'ni shu rayondagi qabila xalqlaridan Pakistan Talibanları Tahriki Talibanı Pakistan degan tashkilot o'tirg'i chiqdi. Bizning Uyg'urlar bu tashkilot bilan qanday tanishdi desanglar, Hasan Mahsum boshchiligidagi Sharq Turkiston Islom partiyasi shu vaqtda Afg'onistonda turolmay Pakistanning Vaziristonga chiqdi. 2001'de Amerika Afg'onistonga hujum qilgandan keyin va Pakistan Talibanlarining sepiga kirdi. Hatto Afg'onistondagi Al-Qoidaning a'zolari shu tarafga ko'chdi. Shuning bilan asosligi chet eldan kelgan shu vaqtdagi qurolli kuchlar Vaziristonga to'plandi. Ya'ni shu vaziyatda bir tarafdan bu Pakistan Talibanlari Pakistan armiyasi bilan urushsa, yana bir tarafdan Afg'oniston Talibanlari chegaraning ma tarafida Amerika armiyasi bilan va yangi hukumat armiyasi bilan urush qiladi. Ya'ni bu holat 10 yil davomlashdi. Hasan Mahsumov shu Afg'onistondagi hukumatning qo'lida emas yoki Amerikaning emas, Pakistan armiyasining qo'lida o'ldirildi shu vaqtda 2003 deyman. Vaziristonda. Şu vaqtda Pakistan Talibanları Vaziriston'ni tamamen kontrol qilib, hatta İslamabadga, Pakistan poytaxtiga tahdid solishga boshlagan bir vaziyat shakllandi. Amerika şu vaqtda Pakistanning yadro qurollaridan ensirab, bu Taliban nimani besib olsa, Pakistannichu o chog'da Pakistanning yadro quroli terrorchilar qo'liga tushib ketmasin, shuni buni olib chiqib ketayli degandek gaplarni qilishga boshlagan. Yani Pakistan'ın yadro kuralının bexatarligi dünyanın endişesiga aylangan bir vaziyat shakllangan. Bundaq bir holatda ikki tarafdan qisilib hujumga uchragan Talibanlar ham Pakistan armiyasiniki
hem Afganistan hükümeti ve Amerika armiyasındaki ortak düşmanıydı. Endi keyin bara Afganistan'daki Taliban siyasi musafirga qatnashtirilishga başladı. Yani yumshashga başladı. O'zini Amerika maskat chekindurma deb bo'shashga başladı. Şunun bilan ularga bo'lgan besimni yengillagandan keyin Pokiston talibanlari bilan Pokiston hukumati o'rtasida urush to'xtatish kelishimi tuzildi. Şunun bilan o talibanlar besib olgan nurg'un yerlardan chekindi, Pokiston armiyasini chekindi. Bu rayon bir federal rayon amaliyotda. Pokiston asosiy qonunidagi o'rni bu, ya'niki bir avtonom rayon, qabilalar rayoni o'zini boshqaradi. Pokiston hukumati bevosita kontrol qilmaydi, ya'ni-ku. Mushu holatda davomlashib kelgan ahvolda bu. Lekin bu Taliban 2021'de Afganistan'da hakimiyetini algandan keyin bu Pokiston talibanlarınınki Pokiston hukumati bilan bo'lgan to'qnashuv kuchayib ketdi. Balkim bular ilhom oldi Afg'on talibanlaridan. Bizmi hakimiyetni ola olamizkan yoki bizmi kuchlandik hamda bizningki qarindoshlarimiz Afg'onistonda hakimiyetni oldi debchi. Xo'sh. Çünkü o'xshash ideologiya chiqilishning ideyasi. Ammo Pokiston hukumati hamda Talibanni burun yuylab kelgandan keyin shunga Pokiston yangi hukumati bilan bilishib, Afg'on hukumati bilan bilishib, ya'ni Afg'on talibanlari bilan Pokiston talibanlarini yo'qotsak deb o'ylaydi hozircha. Ashta orzusi bor. Ammo Afg'oniston talibanlari Pokiston hukumati bilan inoq o'tishni xohlasimi, lekin Pokiston talibanlariga nisbatan o'z hissashlik qiladi hamda zamparchasi bog'lanib ketgan bir munosabat bor bu yerda. To'g'ri. Shunga bu yilning 5-dan boshlabmi bu yerda jiq to'qinish oldu. Asosli hozirgi gapni chechib hozirgi masalaga kelsak, hozirgi masalada ikki taraf bir-birini ayblaydi. Pokiston deydi, Afg'onistondagi terrorchilar bizningki ba'zilarimizga hujum qildi, shuni biz qaytarib berdik deydi. Taliban deydi, Pokiston Afg'oniston chegarasidagi musofirlar lagerini bombardıman qilib, 40 necha odamning o'lishini keltirib chiqardi. Biz unga qaytarib berdik deydi. Kimninki nima deyishi muhim emas, chunki bu yeni bir ish emas. Yeni bir ish emas. Taliban bilan Pokistonning munosabati asli yaxshi boshlangan bo'lsa, Sovetga qarshi urush ehtiyoji tufaylidan, ammo keyin Amerika tarafga o'tgandan keyin Pokiston Taliban bilan Pokistonning munosabati buzilgan. Ama Amerika bilan Afg'on talibanlar yarashishga boshlagandan keyin Pokiston yana bularni qo'llashga boshladi. Va Taliban Afg'onistonda hakimiyatni olgandan keyin bular ham yaqinchilik qilishga o'tdi. Ammo Pokiston talibanlari bilan bo'lgan munosabatini yaxshi bir taraf qilolmagan. Pokiston Afg'on talibanlari bilan bo'lgan yaqinligiga tayanib turib, Pokiston talibanlarini bostirma deydi. Ammo bu qatimki vaziyat shuni ko'rsatdiki, bu mag'lub bo'lgan bir strategiya. Yani Afg'on talibanlari Chinga kelsa, Pokiston talibanlarini qo'g'dash uchun Pokiston armiyasi bilan urushishdan yanmaydi degan gap. Endi Afg'oniston talibanlari bilan Pokiston talibanlari birlashib Pokiston bilan urushamdi degan masalaga kelsak, belki sen soruşun mümkün men qaynab so'zlab ketdim hozir. Degan masalaga kelsak, menimcha cho'ng jihatdan urush chiqishni ikki taraf xohlamaydi. Ammo Pokiston talibanlari bilan Afg'on talibanlari o'rtasidagi ideologiyalik bog'lanish va qarindoshlik, sabdoshlik rishtasi bu Afg'on talibanlarini tamamen bunu Pokistonga setib o'tishga yo'l qo'ymaydi. Pokistonninki davlat manfaati bexatarligi buningki mavjudligiga tehi yo'l qo'ymaydi. Ammo Pokistondagi amaliy kuchi iqtidorimi Pokiston talibanlarini buningga majburlashga yetmaydi. Shunday bo'lgan ekan, bu yerdagi to'qinish pasayib, ulg'ayib davom qilib turdi. Ammo cho'ng jihatdan taraqqiy qilishi tuvan deb o'ylayman, chunki her ikki tarafning iqtisodiy ahvoli nachar.
birisini yengudek gayet zor küçük ega emas. Pakistan gerçi yadro kural cihetden ilgari bolsunmu, ama iqtisodiy jihatdan berbat bo'lg'achqa hamma ishni qo'lga pal qilib olmaydi shu xalqaro munosabatda. Doğru. Ya'ni Pakistan'ın kaltık olan bilen sevgisi yok. Hem bunun üstüge her işkilisindeki çoğu aksi Xitay. Pakistan'ın olsun, Taliban'ın olsun. Bundaq ahvalda hem de Xitay mı bulanın yarışını besim kılıdı her işkilisine. Kabul'gıdaydı, Uzan tutukamdaydı, İslamabad'gıdaydı, Uzan tutuvaldaydı. Bundaq ahvalda bunu uğuşkulu koymaydı. Şuna tiptiki to'qinish davom qildi deb o'ylayman, ammo cho'ng urushdan keyin chiqish ehtimolligi tuvan. Xo'sh. Endi menmi nima qilmoqchidim mush Xitoy qanday qaraydi deb buni so'ramoqchidim. Mencha bo'lgandimi ikkilisi nima bo'lganligini endi Xitoyning aql o'ylisi desakmi bo'ladi endi bu yerda. Ham ikkilisi Xitoyning gapini anglagan degan bu yerda cho'ng jihatdan u yerdagi bir qalaymiqanchilikqa chiqqan To'g'ri, u yerdagi holatida urush Xitoyninki bir balla bu yo'l planiga Pakistan koridoriga zid, manfaatiga zid. Hem bizning Sharq Turkistondagi muqimligimiz zid Xitoyga nisbatan. Shunga Xitoy bularni urushiga butun kuch bilan qarshilik qiladi. Xitoy 1990'lardan tortib Afg'onistonda ichki urushni bosib tirishib kelgan bir davlat. Shunga buningga yol koymaydı deyishga mencha biraz keskin cümle bu qoladi. Çünkü Xitoymi Pakistan, Afg'onistonda o'qitib kelgancha tamamen kontrol qilishina tayin bir davlat. Xo'sh. Faqat iqtisodiy manfaat bilan kontrol qilmasa, qurol kuch bilan kontrol qilolmaydi-ku bularni har ikkilisini. To'g'ri. Qanday qurol kuchi jihatdan qo'rqudek holda emas. Hech kimsa urushqoq xavflandi. Ammo iqtisod kelgan chog'da Xitoy xo'sh deydan dar ishkilisi. Şuna Xitoy her işkilisine urushdan tusudandı qo'ldan kelishicha. Şuna cho'ng jihatdagi atmosferadan aytganda urush cho'ng jihatdan bir urushchi tuvan ehtimolligi tuvan. Ammo kichik to'qinishlar hal olmaydi, chunki bu davomlashgan bir to'qinish Pakistan Talibanlar bilan bo'lgan munosabatni siyosiy yo'l bilan hal qilmagan muddatcha Afg'on Talibanlar bilan bo'lgan munosabatni yaxshi hal qilolmasligi mumkin. Endi buni mushinchik to'xtalaylik, buni hali uzun to'xtaldik. Endi mau yaqinqi bir necha kundan yoqi nihoyat qiziq nuqta bo'layotgan Ozarbayjon aeroplanining uchib ketishi. Ya'ni ba'zilar deydi-ki, bu yil shu aeroplan uchib ketadiganlar yilibdi degandek. Gaplar bo'ldi, nurg'un aeroplan bir necha davlatlar uchib ketdi. Anin keyin bu Ozarbayjonning aeroplani shu Rossiya tarafidan etib tushirilganligi to'g'riliq bayonotni bog'u deyman. Rossiya prezidenti kechirim so'ragan bo'ldi. Asosan shu muqimlashdi. Bu Qozog'istonniki nimaga alatavmi? Buni bir qisqa to'xtalib o'tib ketsak mencha. Shu yerga tushib ketgan bu aeroplanninki Rossiyaniki havo mudofaa sistemasi tarafidan etilganligi asosan muqimlashdi. Buni Ozarbayjon tarafi hukumat taraf dalillagan bo'ldi. Bu hamda burunmi bo'lgan bir ahvoldi. 2014 deyman, Malayziyaniki M17'de bir aeroplanni shu vaqtda Gollandiyadan Malayziyaga ketayotgan vaqtda Ukraina havo boshlig'idan o'tayotganda Rossiya etib tushirayotgan. Shu vaqtda aeroplanda ko'p kishi o'lib ketgan. Endi bu qatimmi Ozarbayjondagi aeroplani Gruziyaga ketayotgan aeroplango deyman. Checheniya havo boshlig'idan o'tayotganda bunga Rossiyaning mudofaa sistemasidan o'q chiqib bu etilgan. Ondan keyin aeroplan yaralangandan keyin Rossiyaningki bir aerodromga qo'nma desa, Rossiya taraf bunga ruxsat qilmagan. Shuning bilan bu Kaspiy dengizidan o'tib Xazar dengizini deymiz, Qozog'istonga berib tushishga majbur bo'lgan. Ammo u yerga berib bo'lguncha aeroplan bardoshlik bermaganlikdan tushib ketgan. Uçquchininki nima ustunligi, mayilligi sababidan yana aeroplanda xalq kishilar hayot qolibdi.
Ama uçquchi xizmatchilar o'lib ketgan gap, chunki aeroplanning oldingi qismi tamoman pasha qilinib ketgan, keyingi qismi saq qolgan. Endi buni biz oldingi haftalardagi vaziyatga bog'lasak, oldingi hafta deyman yoki 2 hafta bo'ldi, Rossiyaniki Qozon, Tatariston Cumhuriyetining Qozon shahridagi bir qancha bino havo hujumiga uchradi. Xo'sh. Bu hujumni o'sha Ukrainadan etilgan uçquchsiz aeroplanlar yoki snaryadlarninki hujumi deb xabar qildi taratqular. Demak, endi Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi to'qnashuvninki qurboni degan gapda bu aeroplan bu. Rossiya tarafdan e'lon qilgan bayonotidami biz Checheniyada shu dron uçquchsiz aeroplan hujumlariga qarshi harakat elib beryotdik. Bizdeki hava mudofaa sistemimiz aktif holatda edi. Bu vaqtda Ozarbayjon aeroplani shu territoriyaga kirib qolgan bo'lg'achqa biz uni farqlantirolmayapmiz. Shuning bilan bizniki sistemimiz avtomatik qo'zg'alib etib tushiribdi degan o'zini aytdim oxirida. Bir qancha kun burun Putin Aliyevga telefon qilib o'zini aytgan. O chaqda ama konkret ahvollarni demagan, nima uchun bo'lganligini, faqat aerodromga qo'ng'ili qo'ymaganligi uchun kelib chiqqanlikdan apozdirgan shundaqku. Shunaqa. Ammo etib tushirganligi shuningdan etib tushirganligi hamda oydinlashgan bo'ldi, muqimlashgan bo'ldi. Buni shu Rossiyaning Ukrainadan mudofialanish sezgirligiga keltirib chiqargan savallik deyish to'g'ri deb o'ylayman men. Albatta bu Ozarbayjonni ogohlantirish uchun yoki bir signal uchtirish uchun qilingan degan qarashlar o'rtaga chiqmadi emas, chiqdi. Ozarbayjonningki nima Armeniya va boshqa masalalardagi maydoni qarta. Menimcha unda deb ketmayman, chunki Armeniya masalasida Ozarbayjon Rossiyaning qo'llashiga erishgan. Yani Rossiyaning siziqidan chiqib qilgan bir ishi yo'q. Shunga asosliqqa Rossiyaningki Ukrainadan keladigan xavfga qarta aytdi sezgir oldi o'g'achqa şunun qarta kelib chiqqan bo'lsa kerak. Yana bundacha aytganda, yana bir qatimliq M17 vaqasining takrorlanishi. Endi men azroq bir narsa qo'shib qo'yay deb o'yladim endi. Balkim bumi balkim ogohlantirish bo'lishi mumkin deb o'ylayman endi. Balkim bizni ko'rayotganlar shu podshohlikni ko'rganlar bo'lsa tushunish mumkin. Buni bir o'qishini qo'yib qo'yman endi. Sovsovnikalik bir yerda men kechasi adam o'ldirman deb nim qiladi, ani keyin bunga ishonmaydi boshqalar. Keyindan birini chaqirib kelib, yag'andan jo'ligan bo'liblar, millat xizmatchisini o'ldirib yetadi. Bu yerda ani keyin ish o sov yanida kechasi adam o'ldirgan, uxlab qolgan chog'da, jo'ligan chog'da yeniga bormanglar deb boshqalarni ogohlantirdi. Balkim hamda bumi bir boshqalar agar nim bo'lib qolgan ahvolda nim qilmanglar. Ya'ni xatolashmanglar, men etib qilishim mumkin deb ogohlantirgan bo'lishim mumkin deb qarayman endi. Bu kallamga kelgan bir nima hozir. Agar qasddan qilgan bo'lsa ashtaqamda, ammo ben qasddan chunki o'liqi aerodromni qo'ng'ili qo'ymabdi emasmi? Endi balki shunda bo'lishi mumkin deb o'zim mening bu bir o'zimning ko'z qarashim. Endi ba'zi ko'rmanlarimiz titillab ketayotgan Suriya masalasi. Hozir inkasmi ko'rdik, Suriya masalasi qachon kelishadi? Suriya masalasini oxirga qo'yib qo'ydik, chunki Yaman eng oxirga qo'yib qo'ydik. Hozir Suriyada biraqur urush to'xtab degandek ishlar iziga tushib, Suriyadan hech qolmaydi. Masalan, ba'zi Uyg'ur generallarga masalan nima berilib, generallik medial yo'llar yoki nima deymiz, taqsim qilinibdi degandek. Unvonlar taqilibdi endi. Endi
Buningdan keyingi bu to'g'riliqmi bir parcha bir narsa yozdingizmi deyman. Buni bugun yozdingizmi, o'qigan bo'ldim endi. Hı hı. Endi yana bir azroq qisqacha to'xtalib o'taylik. Buni men mundaqroq o'yladim, ba'zida Xitoyning o'stirib yo'qotish deydigan bir narsa bor emasmi? Ha, Endi bu ba'zilar ajoyib o'ylab bir Facebook'dagi xatlarni ko'rdim endi. Nima deydi o'zining nimasidan xushal bo'lolmaganlar deb bir xil xuddi biz ularni ayblayotgandek o'ylab qoldik ekan. Aslida bu yerda unda bir narsa yo'q. Kelgusi biz faqat eng nima deymiz? Eng xatarlik bir ehtimollarni deb turib bunun qarta bir nima deymiz suvgacha to'g'on tut deydigan shakldagi bir narsalarni qilamiz endi. Bu xalqaro munosabatning yana bir nimasi shuga eng xatarlik ahvollarga tayyorlik qilish. Hech qanday bir narsani ko'zdan qochirib o'tmaslik deb qurildi endi. Bu yerda boshqalarning nurg'unlar tahlil qilibdi. Ba'zi tahlillar balki bak nima bo'lishi mumkin? Ko'ngil yerim qiladigan ochiq bo'lishi mumkin. Ammo shundoq narsalarga Uyg'urlar tayyorlik qilib qo'yish kerak bo'lganligi uchun bu yerda so'zlanyotidi. Hargiz agar bu yerda tamoman bir yaxshi bir narsa bo'lgan bo'lsa, biz yaxshi tarafini so'zlab nima qilgan bo'lishimiz mumkin-da. Buningga hamda siz qanday qaraysiz? Masalan, Uyg'urlarning buningdan keyin masalan bu vazifalar yoki nimalar taqdirlashlar berildi. Endi buning qarta endi maqolangizni balki o'qimaganlar bo'lishi mumkin. Ko'z qarashlaringiz bir deb baqamsiz. bo'ldi. Hı. Adı bilan Suriyadagi yangi taraqqiyotlar haqida ozroq tushuncha berib o'tib, undan keyin bu Uyg'urlarniki masalasi to'g'riliq to'xtalaydi. Suriyada hozir endi o'tgan hafta biz o'tirib qo'ygan taraqqiyotlarga nisbatan pek cho'ng o'zgarish yo'q, ammo umumiy vaziyat o'ziniki holatini saqlagan asosda ba'zi taraqqiyotlar borliqqa kelyotidi. Bulardan biri Suriye demokratik kuchleri Kürtlerini asas kılgan Amerika'nın qo'llashidagi demokratik kuchlar bilan Türkiye'nin qo'llashidagi Suriye Milliy Armiyasi o'rtasidagi to'qinish taxmi shiddatlendi, taxmi kuchaydi. Hozir kuchli holatda elib berilyotidi. Aralıkta biraz besiqqan Amerika'nın araya kirishi bilan ama yana qaytadan urushyotidi. Ama Türkiye biyosda müdahale qilish ehtimolliqi kuchli ko'rinayotgan, ammo hozirgacha saqlab turyotidi. Balkim Trumpdan keyin imkonsini ko'rib boqmoqchi. Bayden hukumatidan Turkiyaga nisbatan bir yeshil chiroq yiqilmadi. Bunda ko'zni qisib qo'yildi yana. Hujum qilsang qil debchi. Xo'sh. Blinken kelib Hakan Fidan'a ve Erdoğan'a keskin qizil chiziqni ko'rsatdi. Biz Türkiye'nin Suriye'ye hareket kılışını kalmayız dedi. Şunun bilan u yerdagi Türkiye o'zining qo'llashidagi kuchlar bilan bularni urushga silyapti. Endi yana bir taraqqiyot Suriyadagi nurg'un rayonlarda yeteshi hukumatiga qarshi qo'zg'olonlar bo'ldi. Bo'libmi shu Yangi yil munosabati, Rojdestvo munosabati bilan ilib berilgan ba'zi faoliyatlarga buzg'unchilik qilishlar, Rojdestvo daraxtiga o't qo'yib o'tish yoki degandek faoliyatlar Suriyada Shiyalarniki, Alaviylarniki ko'chalarga chiqib namoyish qilishni keltirib chiqadi. Ya'ni yangi hukumat tunji ommaviy krizisga duch keldi yoki xirisga duch kelishga boshladi. Chunki hech qanday bir hokimiyat yangi taxtga chiqqan hamon kishilar chavakchilib, gul taqdim qilib, uni bir umr kutmaydi. Ayni vaqtda Asad taxtga chiqqan vaqtlarda, ya'ni Ba'as partiyasi, Arab Gulnish partiyalari Arab davlatlarida g'alaba qilgan vaqtda hayajon bilan kutib olgan insonlar, qarshi olgan bular. Chunki bular arab millatchilari edi. Ammo ular 60 yillik hokimiyat jarayonida mustabidlashdi, rezillashdi, zolimlashdi. Oxirida kishilar uni nafrat bilan qo'g'laydigan, tillaydigan holga keldi. Hamda yetakchi hokimiyatga chiqqandan keyin bu dastlabki mezgil bir hafta ichida biz mayli Damashq bo'lsin, mayli Halab, har qaysi yerlarda, hatto Suriyaniki eng sekulyar shaharlari bo'lgan Tartus, Lazaqiyalarda kishilarning ko'chib chiqib kutib olganini ko'rgan. Shundaqmi? Xo'sh. Ammo
bir ikki haftadan keyingi vaziyatda Suriye'nin nurg'un joylaridan yeni hükümetga qarshi ko'chalarga chiqib namoyishlar boshlandi. Bu namoyishlarning az bir qismi kuch bilan, ammo ko'p qismi bo'lsa va'dalar bilan, chiroyli gaplar bilan besiqtirilgan bo'ldi. Xo'sh. Yani bu bir ommaviy ijtimoiy masala hamda o yerdan o'tirib chiqqan çok. Xo'sh. Bundan başka Suriye'deki HTŞ'ninki qarmaqidagi yoki shuning boshqurishidagi asosiy kuchlar Suriye Davlat Mudofaa Ministerligiga qatilib, Suriyening davlat armiyasi bo'lganligini qabul qildi. Shuning bilan Suriyada asosliq HTŞ'ninki boshchiligidagi qurolli guruhlar armiyaga o'zgartirildi. Yani o'zgartirish musobaqasi boshlandi. Bara bular o'zini hamda amaldan qoldirdi. HTŞ hatta o'zini amaldan qoldirdi. Ahmad Sharoninki deganiga qaraganda. Bundaq bo'lgan vaqtda bular hamda yo'qoladi. Buning o'rniga Suriya armiyasi qurildi. Ammo bu gibi bo'layotgani HTŞ yani Şam Azatlık heyetininki etrafındaki teşkilatlarının gibi. Ama Suriye'deki asaslık bunun sırtındaki 3 kurallık güçke karta tehe bu xil musabı başlangını yok. Ula hem bu xil Ahmet Şaroninki yoki burun kısım boyunca Jolanininki kural taşlar yoki armiyaga qatil deganga anlaplam kural taşlamaydı yoki armiyaga qatilmaydı. Ularning biri Türkiye kontrollüğündeki ve yardımındaki Suriye Milli Armisi 50.000-60.000 atrafında askeri vardı. İlavatı o asaslıkla Türkmenler, Araplardan teşkillenген. Ondan başka Kürtlerini asas kılgan ve Amerika'nınki qo'llashidagi Suriye Demokratik güçleri bula 100.000'ga yakın askeri var deyilyapti. Bu ikisi o'zaro urushyapti. HTŞ tarafı qilib. Ondan başka asosliqi Damashqninki Golan egizligi tarafga yaqin qismini kontrol qilgan Suriye Erkinlik Armiyasi degan shaklda tarjima qilsak bo'ladigan bir qurolli kuchlar bor. Bular Amerikaning kontrolligida emas, yordamida deylar. Nima Iordaniya, Umman bu devletlarninki yordamida mavjudligini saqlayotgan kishilar. Ham bu chegarada nimalar bor? Derozilar. Bu derozilarmi HTŞ'ning kontrolligida emas. Ularning qurolli kuchlarimi buning ichida emas. Demak, hamda Yeni Suriye hükümeti fakat o'zining kontrolligidagi qurolli qismlarni tartibga solib, buningdan bir Mudofaa Ministerligi ve armiya qurib chiqmoqchi bo'lyapti. Ammo boshqa kuchlar bilan bo'lgan munosabat tehe siyosiy yo'l bilan hal qilinadi yoki qurolli hal qilinadi. Bu tehe iliq emas. Ko'ramiz. Şu Suriye'nin oldida Suriye'ni qaytib qurish, etnik, milliy to'qinishlarni hal qilish degandek ishlardan sirt yana tehe Suriye'nin zemin bütünlüğünü saqlash ve merkezi hakimiyetini qurish, kuchaytirish jihatlardan ikki cho'ng vazifa bor. Bunun biri uzun mezgillik siyosiy musobaqa. Ya bu kuchlar bilan huquq taqsimoti qilish kerak. Ya'ni suhbatlashib mamlakatda qurultaylarni ichib bu ishni hal qilish kerak. Yoki bo'lmasa urush qilish kerak. Urush qilgan vaqtda agar markaziy hukumatni saqlayman desa, kuchaytiraman desa, HTŞ tamamen bu kuchlarni yo'qotish kerak. Ya'ni Kürtlar boshchiligidagi Suriye Demokratik güçlerini Türkiye'nin qo'llashidagi Suriye Milli Armiyasi bularni. Suriye Milli Armiyasi Türkiye'ninki kontrolligida qo'llashida bo'lg'achqa, agar HTŞ bilan yaxshi kelishalsa Türkiye'chi bunu ular ketib berishi mumkin. Hozir Türkiye da'vatidir, biz Suriyani qaytib qurishda rol o'ynaymiz da'vatidir. Bunu uning ketib berishi mumkin. Hatto bunga ketishi mumkin. Yani bunu ketishi mumkin. Ama
Suriye Demokratik Güçlü Kürtlerni asas kılgan. Bular Türkiye'nin düşmanı. Undaq bo'lgan asosda bularni bir taraf qilish yo siyosiy yo'l bilan bo'ladi yoki qurolliq yo'l bilan bo'ladi. Qurolliq yo'l bilan bo'lganda bu Turkiya qo'llashidagi Suriya milliy armiyasi bilan YTŞ boshchiligidagi Suriya davlat mudofaa ministerligi, ya'ni Suriya armiyasi birlashib bularga hujum qilishi mumkin Kürtlar rayoni uchun. Ammo siyosiy yo'l bilan qilgan vaqtda bular Suriye Milli Armiyasiga qitilib ketishi ve u rayonlar bir avtonom rayon degandek huquq erishishi mumkin, yani huquq taqsimotiga kelish kerak endi. Bu balkim cho'ng ehtimol Trump hukumatining pozitsiyasiga bog'liq. Agar Trump hukumati Kürtlarning keyinda qanchalik tursa, ular shuncha cho'ng narsa talab qiladi. Agar Trump hukumati ularning keyinda qancha turmasa, tashlab etsa, ular shuncha yavaşlaşışa başlaydı. Şu ulama hazır menimce vaqtni uzartishninki quyida Trump hukumatining amaldorlari chiqib bular bilan bir munosabat o'rnatib deyishib bo'g'icha Turkiya hujum qilmay tursa debchi. Hozirgi Amerika hukumati shu bizning qo'limizdan chiqib bo'g'icha bulni qo'g'dab qolsak, chiqib bo'lgandan keyin hukumat nima qilsa bizning mas'uliyat kelsa da'vatidir. Turkiya shu bu bir tezroq kesse yeni hükümet bilan yarışıp eğer bir haydası biz bunu bir taraf kılıversak, eğer demek qanday olsa uçakla şunun qarta iş qilsak da'vatidir. Şu bir taraftan Türkiye askerini çıkırağı tayyorlab qolib, yeni bir taraftan saqlab turibdi hamdachu. Shunga endi bu mesele yani çok ihtimal O'rta Sharqning neçe min kilometr uzaklıktaki Washington'a bağlıqçı anda. Washington'un pozisyasına bağlıq anda. Vaziyet mi şu? Hem de bunda bir vaziyette bizdeki Uygur cangçılar uyadaki TİP'ninki bir kısım kumandaları Suriye'ninki yeni Devlet Mudofaa Ministerligiga ketildi. Yeni Suriye armiyasiga qo'shilganligini bildirgan bo'ldi. Va bunun sharpiga hamda bir aylangan nima general yana ikki aylangan podpolkovnik deganga teng keladigan bir unvonlar berilibdi. Endi bu nimadan derak berdi degan vaqtda biz oldingi programmalarda degan bu yerdagi Uyg'ur qurolliqlar Turkiya Suriya vatandaşlarına aylandırıldı, qurolsizlantirildi. Xitoy bilan bo'lgan munosabatga daxl yetkazmagan sharoitda yashaydi degan. Ya'ni mening shaxsiy qarashim shunday bo'lgan-ku. Shundaqa. Ammo boshqa noyatliqi ümitsiz paraz qilganlarmi bo'lgan, masalan, bularni tutib Xitoy qaytarib o'tadi deganlarmi bo'ldi. Ondan keyin nayt shirin xiyollarni surganlar bularlar. Ya'ni bular endi Xitoyga hujum qildi debchi. Xo'sh. Bizningki ozodligimizni qo'lga oladigan avangardlarga aylandi deganlar bo'lgan. Endi biz buni biroz o'tirdik. Endi bularninki Suriye armiyasiga qatilishi qurolsizlanishninki bir shakli. Bu yerda bizning demoqchi bo'lganimiz oldingi programlardami bular mustaqil bir qurolli kuch oldida turolmaydi degani yo'q. Daqo. Sen so'rgan savolmi shu? Ularni Amerika qo'llamasmi, boshqa bir kuchlar ularni yulamasmi, shu shaklda saqlab qolib bo'lmasmi deb. Ben bo'lmaydi degan edim. Chunki bir davlat qurol ishlatish monopolligini o'zidan boshqa kuchlarga qoldirmaydi. Agar Suriyada degan markaziy bir hukumat kuchaysa degan-ku bu gapni. Markaziy bir hukumat kuchaysa, u chog'da u barliq qurolli guruhlarning qo'ldan qurolni olish kerak. Agar markaziy hukumat kuchaymay, davomli Suriya tarqoq ichki urush olib tursa, u chog'da qurolli guruhlarning mavjudlik fursati bor degan gap. Endi bizningki Turkiston Islom Partiyasininki jangchilarninki Suriya armiyasiga qatnashganligi Uyg'urlarninki
yani Suriye'deki Şarkı Türkistan Teşkilatı'nınki ma'lum ma'noda aytganda qurolsizlandırılganlığı. Yani teşkilat süpütüde. Çünkü sen devlet armiyasiga katıldın, endi sen bundan keyin Türkistan İslam Partisi askeri emas. Sen bundan keyin endi Suriye armiyasiniki generali askeri. Bu çakışı sen bazı kararlarını özen müstakil çıkargan bolsan, bundan keyin endi ço komandanlık ştabınınki buyrug'iga bevosita bo'ysunsa degan gap. U komandanlık ştabınınki eng yuqori generali Uyg'ur bo'lsa-mu o'xshash. Onun kim bo'lishi muhim emas, shundaq-ku. Doğru. Baribir o Suriye'nin devlet menfaati, Suriye'ninki zemin putuligini qo'g'dashga mecbur. Çünkü o qasam berganda shundaq bas qasam berdi-da endi. Suriye asos qonuni bo'yicha Suriye bayrog'ining oldida. Suriye rahbariga mas'ul endi u. Bundaq bo'lgandan bu endi har qaysi guruhlarni qurolsizlantirishninki bir shakli. Bu şekilde Suriye'deki başka kurallı kuchlar o'zini taqib etganligini e'lon qilsa, bizning Türkistan İslam Partisi mi menimcha o'ziniki amaldan qolganligini jakalaydi. Yoki gap qilmaydi, ammo ishlar shu shaklda mangadi. Endi buningki men bugun yazmamda degandek bunun kishini umidvor qiladigan taraflari bor, umidsiz qiladigan taraflari bor. Umidvor qiladigan tarafi nima deganda bular birinchidan Suriye armiyasiga qatilsa va o'zininki Türkistan İslam Partisi jangchilar degan gaplarni yo'qotib etsa, u chog'da Xitoyninki bularni terrorlikning bahanasi qilib turib Uyg'urlarni bostiradigan yoki xalqaro Sharq Turkiston davosini qarlaydigan bu bahanası yo'qaydi. Suriye'deki yeni hükümetninki kanuniyleşişi bilen itiraf qilinishi bilan bularni shular qatorida qonuniyleşib ketadi. Shundaq-ku. Hoş. Bu bir yani umidvor tarafi, foydali tarafi. İkincisi bizningki askarlar, generallar shu yerdagi bizden emas hamda Suriye'ninki bu Uygur general askerleri hükümette qancha muhim o'rinlarni egilese bu Suriye'nin ichki ve tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning natijasida Xitoy bilan bo'lgan munosabatni Suriye hükümeti diqqat qiladigan bo'ladi. Xuddi Turkiyada Uyg'urlarning ommaviy asosi bo'lganligi uchun Xitoy bilan bo'lgan munosabatda ba'zi ishlarni qilolmagandek Turkiya hukumati ularni qilolmaydigan bo'ladi. Shuning bilan bu hech bo'lmaganda Suriyadagi Uyg'urlarningki bexatarlik uchun foydali. Kelgusida Uyg'urlarningki Suriyaga berib vatandosh bo'lishi yoki yashashi degandek ijtimoiy manfaatlar bor albatta. Yoki u yerda bir Uyg'urlarga nisbatan ommaviy asos to'plash, balkim biz Turkiyada Uyg'ur mahallasi quramiz deb yurimiz masalanchu. Hoş. U yerda 4-5 ming Uyg'ur bo'lgandan keyin bir mahalli, bir yezini qurish deganga o'xshash. Bundaq ijtimoiy ommaviy foydasi bor. Endi umidsiz tarafi menimcha bu Türkistan İslam Partisi'ninki mujohidlarni, jangchilarni vatanga bir ish qiladi deb umid kutganlar menimcha umidsizlandi. Çünkü bularninki ismi cismi yo'qaydi hamda-chu. Bular Suriye armiyasining bir qismiga aylanib ketadi. Undaq bo'lgandan keyin bular balkim brigada yoki etret bayrog'i sifatida Sharq Turkiston bayrog'ini bir mezgil chiqarib qo'yishi mumkin. Yani Xitoy bilan bir diplomatik munosabatlar o'rnatilib, rasmiy bir ishlar iziga tushib bo'lg'ichi hamda. Hoş. Ama ishlar undaq iziga tushib bo'lganda unimi ishiltanmaydi. Şunun bilan ular Suriye'nin devlet bayrog'i ostida yashaydi ve onun bilan qo'pidi, harakat qiladi hamda. Şunu bu yer Türkistan İslam Partisi mujohidlari bu degan gap tugaydi hamda.
Şuna bu ulanı ümitsizlendirdi. Ondan keyin yana bir bölük kişiler battı Uygurların arasında. Gerçi bu Türkistan İslam Partisi'ninki o yerde bir yerde turuşunu halaması mı? Amerika'ya karşı ne varsa Amerika'ya karşı o bu seplerde turuşunu halaması mı? Lekin bir Uygur kurallık güç mevcut bulup dursa, bir küllerinin biri de ulu insaflı gelse yoki bir halkara güç ulanı qo'llab qalsa, şunun sayesinde bir iş bo'lib qoladimi degan umid kutganlyapti hamda. Xo'sh. Ularning umidimi yo'qqa chiqdi. Ularning umidimi yo'qqa chiqdi. Chunki hamda ularninki kelgusida bir chet eldagi bir davlat, masalan Amerika, Rossiya qo'llab qolsa-mu, Xitoyga qarshi ish qilish ehtimolligi tugaydi. Chunki u Suriyaning armiyasi hamda uningki Amerikaning yoki Rossiyaning keyniga kirib Xitoyga qarshi bir ish qilishi Suriya bilan Xitoy o'rtasida jiddiy masala tug'diradi. Shundaqmi? To'g'ri. Buning Suriya siyosati yo'l qo'ymaydi o'zininki siyosiy harbiy qo'mondonlari. Şuna bu xil ehtimollik tugaydi, bular umidsizlandi. Ammo bayman deb o'tgandek ijobiy taraflari bor, salbiy taraflari bor. Umuman aytgan vaqtda Suriyadagi boshqa qurolli guruhlar qatorida Turkiston Islom Partiyasi degan gapmi tugaydi. Bular Suriya armiyasining bir qismiga aylandi. Ammo yana bir xatarmi yo'q emas. U bo'lsa-mu, men deb o'tgandek, agar HTŞ boshchiligidagi yangi armiya Kürt qurolliqlari bilan bo'lgan munosabatni siyosiy yo'ldan hal qilinmasa, u chaqda bular Kürtlarga urushadi. Kürtlarninki 100 mingga yaqin askariy kuchi bor. HTŞning unchalik kuchi yo'q. HTŞda Uyg'ur jangchilarninki undaq yuqori maqomga chiqib qolishdagi asosiy omil HTŞninki aktiv urush qila oladigan askari 20 mingdan oshmaydi. Ya'ni boshlagan vaqtda, ishni boshlagan vaqtda. Ammo bu Suriya armiyasining 200 mingdak askari bor idi. Bu askarlar bu armiyani yengib birdillam hamda Suriyadagi eng kichik harbiy kuchdan eng cho'ng siyosiy kuchga aylandi hozircha. Shunga hamda Suriyaniki qoldiq qismlarini hammani ketib olsa, yana bu armiyani 100 ming kishilik, 200 ming kishilik qilib qurib chiqalaydi bularchi. Ammo o'zi shu Idlibda vaqtda yana inqilobiy baza hamda o'cha. Inqilobiy baza vaqtda o'zininki qo'l ostidagi askarlar, generallar yangi Suriya armiyasiniki umurtqisi bo'ladi. Bu umurtqining ichida bizning Uyg'urlarni muhim o'rinni egallaydi. Chunki 10 necha ming ichida bizning ish kuchmadan bog'i o edi. Xo'sh. Shuni bular hamda yuqori unvonlarga, yuqori mansablarga chiqib kelishligi sabab shu. Ya'ni u yerda g'oyat zo'r bir son yo'q AYTSHninki qo'l ostida. Ammo bundan keyin bo'ladi. Bundan keyin bo'ldi. Agar Asadninki askarlarini qetib olsa yoki yangidan askar qabul qilsa hamda-chi. Xo'sh. 100 minglab, 200 minglab bo'ldi. O 100 ming, 200 ming askarga bag'a vaqtda AYTSHning qo'liga qilsa, o chaqda biznikilar nimaga aylanib ketadi haliqqa? Osonlik. Osonlikqa aylanib ketadi, o chaqda singishib ketadi. Shuning bilan ya'ni ham qurolli guruhlarni birlashtirib kuchga aylantirgan bo'ladi. Hem tarqaq qurolli guruhlarning bo'lishidan kelib chiqqan tahdidni amaldan qoldirgan bo'ladi. Bu qurolli kuchlarni qurolsizlantirish yoki ularni xatarsizlashtirishning eng yaxshi chorasi qo'shib olish. Buningki dunyoda nurg'un o'rnaklari bor. Masalan, o'zimizningini elib aytaylik, haqninkini deb yurmay. Xitoy kommunist armiyasi, ozodlik armiya atalmış. Sharq Turkistonga kirgan vaqtda bizningki milliy armiyamizningki soni 60 ming atrofida. Shundaqmi? 60 ming kishilik milliy armiyani Xitoy kaplan qurolsizlantirib tozaladimi, turmaga suvdimi? Yo'q. Uni qandaq bir taraf qildi? Oldi bilan Xitoy xalq ozodlik armiyasininki 10 diviziyasi bir narsa qilib ketib oldi, shundaqmi? Xo'sh.
Hatta Hindiston urushiga saldi. Bizninkilar daldaklik qilib, Hindiston askarlarini turtoqay qilib, to'xtamay kirib ketdi shundoqmi? Xo'sh. Ondan keyin asta uni boshda diviziyadan nimaga brigadaga undan nimaga qisqartib oxirida yo'q qilyapti. Şunu tayyor askar bor ahvolda uni biroqla malaqa toqitish o hem kuch isrofchiligi, hem ziyon, hem tahdid. Xatarlik. Şu onu armiyaga qatavlish yaxshi bir tadbir. Şuna Yeni Suriye hükümetinin qilgani harbiy strategiya jihatdan aytganda to'g'ri, siyosiy strategiya jihatdan aytganda to'g'ri, tamamen to'g'ri. Ammo buningki biz Uyg'urlarning manfaati nuqtasida aytgan vaqtimizda yuqorida deb o'tgandek buningki ijobiy taraflari bor, salbiy taraflari bor. Ama en çok xatar belki Kürtler bilan Suriye Cumhuriyet Hükümet Armiyasi urushsa bizninkilar yana oldingi safga otlanishi mumkin. Bu bizga nisbatan xatarlik bir ahvol. Chunki Kürtler Amerika'nın kontrolü qo'llashida G'arbni eslashga erishgan bir millat, hem mustaqillikka, erkinlik uchun kurash qilayotgan millat. Uning ideologiyasi Marks ulamdi, kommunist ulamdi, Turkiyaga qarshi ulamdi. Bu ayrı bir mesele. Ama ulamı o'zining ziminda o'zim hukmron bo'lsam deydigan bir xohishligiga kurash qilayotgan bir kuch. Bundaq ahvolda bular bilan urushga kirish Esed bilan urushga kirganga o'xshamaydi hamda-chu. Yani urushning axloqiy nimasi o'xshamaydi hamda. Axloqiy taraf o'xshamaydi yani. O bizni pasif ahvolga tushirib qo'ydi xalqaradagi. Bu yer demoqchi o'g'lingiz xalqaro Turkiya qanday o'ylasin, xalqaro nuqtadan Kürtlar o'zininki nima deymiz, o'zininki mustaqilligini o'zining zaminini qo'g'dash uchun, urushayotgan bir davlat bo'lganligi uchun hamda o'zini ozod qilishni o'ylayotgan bir yani Uyg'urlar yani ularga nima qilsa yana boshqacha bir ta'sir olib keladi demoqchisiz. To'g'ri. Masalan, Uyg'urlarniki Suriyada HTŞ'ninki nemisida Suriya qo'zg'olonchilarininki sepida Esedga qarshi urush qilganligini sen adolat uchun kurash qilganlar deb ta'riflasang bo'ladi. Tushundira olaysan buni shu? Xo'sh. Zulmga uchirganlarga yordam berish uchun borgan desang bo'ladi. Yoki o'zingmi zulmga uchirgan bo'lg'achqa buning uchun fursat izlagan desang bo'ladi hamda-chu. Xo'sh. Onu bir şekilde tasvirlagada bo'ladi. Ama ularninki Kürtlerga qarshi urush qatnashsa, mayli Turkiyaning sepida yoki Suriya armiyasining sepida, u chog'da uninki u xil qonuniylik hammasi yo'qaydi. U chog'da u bir yollanma askar degan tipik yollanma askarning shartiga tushadi u chog'da-chu. Xo'sh. Mesela bir jangchini yollanma askar degan sifat bilan fidoi degan sifatga ega qiladigan narsa kimga qarshi kimning sepida urush qilganligi-chu. Masalan, sen hozir misol olaylik, Ukrainaga borib jangga qatnashsang, seni fidoi deb tasvirlash mumkin. Belki Ukrayna armiyasidan pul alsan hem yollanma asker hem fidoi bo'lishi mumkin. Eğer sen pul almay xolis Ukrayna xalqiga yordam berish uchun borsang, seni fidoi edish mumkin. Shundaqmi? To'g'ri. Ama sen Rossiyaning sepida jang qilsang-chi, o chog'da sen bir yollanma asker. Chunki Rossiyaning sepida fidoi bo'lishning bir axloqiy tarbi yo'q. O tajovuzchi kuch. O'xshash mantiqa shu. Esedga qarshi urushgandan keyin uni fidoi deyish mumkin, ammo Kürtlerga qarshi Suriya armiyasi, davlat armiyasining sepida urush qilsang, o chog'da yollanma askar shakliga tushib qolsa shu. Demakki, uning axloqiy nuqtadan ustunligi bo'lmaydi hamda uning. O bizninki
nimamizga ziyonliq qildi. Tamamen ziyonliq. Mayli ularninki bexatarlik uchun bo'lsin. Chunki ularninki bizga mavjudligi lozim, kuchlanishi lozim. Ama jangovazi jang deganda o'ldigan gap. Xalqaradagi da'vo nuqtasida aytganda bu foydasiz, bu bir foydasiz ahvol. Biz bu da buluşunu ümit qilmaymiz. Albatta hozirgi yetkichi rahbarlarimiz ko'klar urushni xohlamaydi. Ko'klar urushni xohlamaydi, yarash saqlaydi. Ammo yarashamizchi urushadigan gap. Urushchi biznikilar bir tarafdan Eskirib kechiringlar. Biznikilar bir tarafdan sepida shunga buningdan endişe his qilishimiz normal mantiqiy. Kishilar o'zi anglag'usi bor gapni anglashni xohlaydi. Ama bizdeki kişilerin anglag'usi bor gapni gapirish majburiyatimiz yo'q. To'g'ri. Endi buni boshqa qo'shib qo'ygudek narsa bo'lsa, bir 5 minutga yig'inchoqlab turib qo'shib qo'ysangiz, qo'shib qo'ymaydigan ish bo'lsa, bir şey tugatsakmi bo'ladi. Uzunroq ketib asli. Bu kadar so'zni emasmiz degan bugun. Kech başladik. Men savollar qarayotay, agar savollarga javob bo'lmasa, bo'ldi qilaydi. Endi Menga biraz narozi bo'lib qolibdi. To'xtame, men o'qitay. Assalomu alaykum. Programma nihoyat yaxshi ketib boradi. Hammaga mening bir savolim bor. Oldingi qatimliq suhbatlarda Sovet Uyg'urlarga to'xtalganda Turkiston Islom partiyasi. Bu partiyaning ismi to'g'ri az muloyiza yurgizilgan bo'lsa, ya'ni bu tashkilotning ismi hatto Sharq Turkiston Islom partiyasi emas ekan. Bundaq ahvolda bu tashkilotning Uyg'urlarga ilib kelgan foydasi zodi qanchalik? Debdi. Turkiston Islom partiyasi degan ismniki kelib chiqishi menimcha, men ozroq tushuncha bilan gap to'xtalmayman bu to'g'risida. Menimcha ayni vaqtdagi mundaq bir fikrdan kelib chiqqan. Afg'onistonga Uyg'urlar chiqqandan keyin u yerda o'zbeklar bor, tojiklar bor. Ya'ni Turkiston diyoridan kelganlar bor, G'arbiy Turkiston va Sharq Turkiston. Shuning bilan bular shu vaqtda biz Turkiston desak, yolg'iz Uyg'urlarni asos qilib qoldi ekan. Shuni biz Sharq Turkiston davosiga yoki jihodiga shu butun Turkiston diyoridagi musulmonlarni daxil qilish uchun shuni biz buni Turkiston Islom partiyasi deb ataylik. Bundaq atsak ichimizga o'zbeklarni, tojiklarni va boshqa qozoq, qirg'izlarni qatalaymiz degan bir tushunchadan kelib chiqqan deb o'ylayman. Ya'ni bizninkilarniki o'zgartishidagi maqsadi. Bu bir ijobiy o'ylash endi masalani. Shu tufaylidan shuni sharqiy degan so'zni tashlab o'tib Turkiston Islom partiyasi deb ism o'zgartirilgan va hozirgacha shu holatda davom qilib keldi. Endi buning salbiy tarafi yoki salbiy tarafini o'ylasak, endi Sharq Turkiston davosi Turkiston davosiga aylanib ketdi degan gap. Bu shuni o'zgartuvchilarningki shu vaqtdagi orzusimidi, emasmidi yoki ularningki yaxshi niyati keyin yomon natija berdimi, buni bilmaymiz. Ammo salbiy tarafi Sharq Turkiston davosi Turkiston davosiga aylanib ketdi. Natijada Xitoyga bo'lgan qarshilik O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston degandek barliq turkiy jumhuriyatlarga bo'lgan qarshilikqa aylandi, o'rtoqlashdi. Bu oxirida bu rayondagi davlatlarniki Xitoy bilan birlashib Shanxay hamkorlik tashkiloti ramkasi ichida Uyg'urlarni bostirishiga ma'lum darajada rol o'ynadi deyishga bo'ldi. Chunki bu davlatlarmi bu xil kuchlarningki tahdididan beram bo'layotgan davlatlar. O'zbekiston Islom hareketi, Tojikistonda 10 necha yillik ichki urush, buning ichida islomchilar, jihodchilar bor. Bundaq vaziyatda bular o'xshash xirs his qilayotgan kishilarning ichiga Uyg'urlarni qatildi degan gap. Buning o'zi hamda Uyg'urlarningki kurashini texmo yetim qoldirishga elib bordi. Ya'ni ma'lum ma'noda aytganda azroq foydani deb jiq manfaatini qurib qoldik. Ya'ni O'rta Osiyodagi davlatlardan kelgan mujohidlarni ichimizga olamiz deb o'ylagan yaxshi niyat bo'lishi mumkin. Xitoy istixborotininki xato yuzlandirishi bo'lishi mumkin. Uni bilmaymiz. Ammo biz shuni deb
Ammo O'rta Osiyodagi jingim uchun mustaqil bo'lgan 5 jumhuriyatdagi siyosiy asosimizni yo'qotgan bo'ldik. U davlatlarningki xatar his qiladigan guruhlarning sepiga o'zimizni atgan bo'ldik. Bu mayli asli boshlanishi qanday bo'lsa bo'lsin xato bir harakatdir va hozirgacha buningki ta'siri mencha foydasiz bo'lib keldi. Endi shunchalik to'xtalaylik bu to'g'risida. Çünkü keyingi savol zaten boshqa oldingi mazmunlarni anglasa foydasizmi, qanchalik nimasi bor deganni biz to'xtaldik. Mencha oldingi ikki sonni ko'rsa, mencha yetarli javob bo'ladi deb qarayman endi. Ikkinchi savol. Buni Uyg'urlarga aytilgan foydasi shu boy degandek, shu yerdagi kishilarni sapga qaytishda, ammo u ishlamagan bir strategiya, mag'lub bo'lgan strategiya. Shunga uningki foydasi yo'q bo'lgan keyin buchoq qishimi bo'lmadi. Endi Suriya masalasi haqida qachon so'zlaysiz deb so'zlab bo'ldik. Suhbat yaxshi ketyapti, riyosatchi sal-pal tayyorlik chiqsa debdi, sen magapni obda angla. Yo'q. Mas'uliyat yo'q. Men endi biroz o'ylaganimni qo'shib qo'yay deb o'yladim. Ya'ni Jolani to'g'riliqchi. O'ylagandim. Burun mesela siyaset men hatta mektep kirgan vaqtdimi siyaset kesbini o'qib bitirdim. Mesela kirgan vaqtdimi siyaset nayt rezil baştan rezil o bu bir narsa deb mesela bunda rezillik tarafdan o'ylaydim. Hamda siyaset nima desam de bunga nurg'un turli javoblarni deb topa olishimiz mumkin. Bunun hem de Jolani'den biraz örnek versek bulup dep qarayman. Ba'zilar shunday nima deymiz? Bunun özgürlük jarayoni. Yani o'zingning davlat manfaatiga kelgan vaqtda har qanday shaklga kirib turib, har qanday nima turib o'zimizning davlat manfaati o'zininki, millatiningki nima deymiz? Milliy manfaat, Milliy manfaatni birinchi o'rin qo'yib turib, chiqish qilib turib, vaqtda buni hargiz nima deb nemiz? Siyosatga rezillik emas, balki bu bir tinchlik davlatningki osoyish o'tishi degandek jihatdan teg'imi yaxshi deb qarayman endi. Gapimni biroz qamlashtirmay qoldim. Siyosatning rezil tarafi bor albatta, ammo siyosatning o'zi aslida har xil ta'birga ega bir so'z. Ya'ni siyosatni yaxshi yashash, go'zal yashash, baxtli yashashningki vositasi yo'li desak bo'ldi. O'xshashlar hirismanlik, ochko'zlik, bosqinchilik, tajovuzchilikningki yo'li desak bo'ladi. Ammo axloqli siyosat yurgizgili bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala siyaset felsefesiningki asosiy talash tortishlardan biri. Ko'p sonliq siyaset faylasuflari siyosatni axloqiy shaklda yurgizgili bo'lmaydi deydi. Chunki qarshilashayotgan manfaatlar va ziddiyatlar insonni axloqli bo'g'ilib qo'ymaydi. Shunga siyosiy tahlillarda realistlar asosan hozirgi zamon siyosatchilarining ko'pincha realist qo'yamdi. Realistlar siyosatni tahlil qilgan vaqtda shunga axloqiy hukmlarni, ya'ni to'g'ri, xato, go'zal, chiroyli, savob, gunoh degandek hukmlarni muvofiq ko'rmaydi, ishlatmaydi. Shunga buni obyektiv tahlil qilamiz deydi. Asosli manfaat va ziyon. Shunga siyosatda bir qarorning to'g'ri, xato bo'lishi manfaatni qanchalik amalga oshirib, ziyondan qanchalik saqlana olganligida. Hargiz uningki qanchalik savobga erishib, qanchalik gunohdan saqlay olganligida emas, yoki qanchalik yaxshi, go'zal, chiroyli bo'lib, qanchalik qabih, rezil bo'lmaganligida emas. Albatta, bu deganlik endi axloqiy normlar, diniy tushunchalar yoki go'zallik qarashlari ta'sir ko'rsatmamdi desa, albatta ko'rsatadi. Kishilik huquq, masalan, adolat, xalqaro qonun deganlar shuning mahsuli. Tamamen yo'q bo'lsa, u narsalar bo'lmaydi. Ammo oxirgi hisobda siyosatningki
muvaffaqiyatini yoki mag'lubiyatini o'lchaydigan narsa manfaat va ziyon. Qanchalik manfaatniki qo'g'dilib, qanchalik ziyondan saqlanilganligi. Albatta bu yerdagi manfaat va ziyon milliy manfaat, lekin milliy manfaat degan nima degan savolmi bir abstrakt narsa. O bir siyosiy partiyaning manfaatimi, o bir hukmronning manfaatimi, yo butkul millatning manfaatimi? Uni yana bekitish uchun uni tartishish mumkin. U vaqtda muzokara qilish, mulohaza qilish mumkin. Yana davomli savolga ochiq iboralar bu. Lekin siyosat shundoq narsa endi. İşte söhbetimiz müşahede ayaklaştıraylı. Yani 2 saatga taqab qoldik. Şu aniq qilib, ma'ni qilib. Siz bu haftalık programni 1 saat bilan to'plamiz deb o'ylagan, yana uzarib ketdi. Amsa bir savol tushibdi, uni kelar gaplarga qo'yib qo'yaylik endi qolganini. Biz hozir ularning qilganlarini baholashdan Begraq biz ular qanday yordam qila olamiz? qilib yordam berishni jiqlab o'ylasak qandoq debdi. Bu o'sha bizning qilayotganlarimiz amaliyotda ularga yordam o'xshash shaklda. Chunki ular bizdan kuchli hozir. Ularning qo'lida quroli bor, askari bor, shundaqmi? Shunga bizda qo'lda qalam tutgan kishilarningki ularga shundoq har xil ssenariyolarni ko'rsatish, har xil vaziyatni oldiga tashlashdan boshqa cho'ng yordamimiz kelmaydi. Agar sharoit bo'lsa, bizda siyosiy maslahat chiqilsa, ularga maslahat bersak bo'ldi. Chunki hamma davlatningki aql omborlari bor, hamma davlatningki fikr omborlari, fikr qurilishlari bor. Ular nima qiladi? Shu davlatningki hukumatlarga, armiyalarga, generallarga xizmat qiladi. Bizning qildig'imiz shu. Biz hozir ularga bevosita o ishni qilolmagan, lekin YouTube'da so'zlab o'tiribmiz. Ham bir tarafdan xalqimizni savodli qilaylik, yana bir tarafdan shularga masalani oydinlashtiraylik deb. Shundoq o'ylaydiganlar borki, men ko'rdim. Siz bilganni ular bilmamdi deydigan. Men bilganni ular bilmaydi. Ular bilganni men bilmayman. Bu aqalli bir mantiqa. Chunki agar bir artist hammani bilsa, u chaqda san'at maktablariga ehtiyoj yo'q. Shundaqmi? To'g'ri. U rolchi amaliy harakatni bilgan bilan, rol olishni bilgan bilan, uning nazariy qismini bilmaydi. Shunga bir siyosatchi yoki bir jangchi qurol yetishni bilgan bilan, aktiv siyosat qilishni bilgan bilan, uning nazariy qismini bilmaydi. U bilmasligi mantiqli. Shunga men siyosat haqida tahlil qilish uchun cho'qim bir siyosiy partiya qurib, parlamentga qatnashib, hokimiyatni elishim shart emas. Harbiy strategiya haqida tahlil qilish uchun, harbiy tarix, urush tarixi haqida mulohaza qilish uchun qo'limga qurol olib jangga qilib berishim shart emas. Men o'qish, o'rganish, kuzatish orqali bu haqda yakun chiqara olmayman, tahlil qila olmayman. Chunki o'rgangan kasb shu, ilmning ehtiyoji shu. Bizning metodimiz qurol emas, bizning metodimiz boshqa. Bizning metodimiz shu: kuzatish, o'qish, kuzatish, silishtirish, xulosalash. Shunga biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Ularning qo'lidan kelganini qilsin. Shundaqmi? To'g'ri. Shundoq bo'lsa, tamam. Amsa Allohga omonat. Menda ranjib qolgan bo'lsam, xafa Yeni yıllarga mübarek olsun. Yeni yılda yıllar yeni baxt, yeni omad yor bo'lsin. Oldu. Amin. Mayli ko'rmanlar. Bizni hozir 30dan ortiq odam ko'rib turibdi hozirgacha. Ko'rganlarga taqat bilan mush kechida. Ko'rib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Amsa kelar hafta ko'rishishga omon bo'linglar. Allohga omonat.